menda eng katta savol autizm bo'lib qoldi. Hozirgi kundagi eng katta muammo bolalarimizni ko'rayotgan multfilmlar. Hech qachon bola 7 yoshgacha telefondan hech narsa o'rgana olmaydi. Bir xil harakat. Ana shu autizmda ham shu bir xil harakatlar ketadi. Allani ham telefon aytib beryapti. Hech qanaqa kafolatli tibbiyot degan yo'q. Oshqozon, ichak bu ikkinchi miya. Aqlga sig'maydigan gap bu. To'g'ri ovqatlanish обязательно kerak. Hattoki psixologlar ham aldanishyapti. Diplomimni yetib olaman dedim. Unda olib qarasiz achinish kerak. Ota-ona farzandiga berayotgan narsaga shunchalik befarq. Meni hech qanaqa g'arazlik joyim yo'q. Yana o'shalarni konsultatsiyasi million turadi. Lekin Fransiyada hozir bilasizmi qancha kommentariy olib keladi shu gapni. shifokor bu xudo emas-ku. Hozir yoki hech qachon. Ya'ni siz sog'ligingiz haqida hozir qayg'urishingiz, kelajakda bo'ladigan kasalliklarni oldini olishingiz yoki kasallikka uchrasangiz, butun umr uni davolash uchun vaqtingiz va mablag'ingizni sarflashingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli Shifokor TV kanalining aziz kuzatuvchilari. Bugun dolzarb mavzuda sizlar bilan suhbatlashamiz. Sizlarni talablaringizga binoan, onalarni talabiga binoan 17 yillik tajribaga ega bo'lgan nevrolog Zohidjon Ismoilovni taklif qildik. Assalomu alaykum. Sizni kommentariyada juda ham ko'p so'rashdi. Mana shu Anora orqali sizni izlab topib intervyuga chaqirdik. Chunki shifokorlarni qaysi shifokorni biz taklif qilishni xohlaysiz desak, mana shu shifokorning suhbatlari biz uchun har doim qizg'in bo'lgan. YouTube orqali kuzataman, yana bir marta ko'rsam xursand bo'laman deb aynan siz aytishgan. Xush kelibsiz. Xo'p, sizga birinchi savolim Zohidjon aka, tibbiyotdagi haqiqatlar haqidagi bugungi suhbatimiz oldi. Menda eng katta savol autizm bo'lib qoldi. Chunki 15 yil oldin autizm kasalligi haqida onalarimiz eshitishmagan. Onalar emas, shifokorlar. Shifokorlar hammi? Narsa bu. Men o'qib yurgan paytda magistratura, aspiranturada autizmni diagnozi nima kurs darslarda o'tardik, lekin bironta kasallik yo'q ko'rmaganmiz. Magistraturada o'qigan vaqtim ham umuman autizm tashxisi qo'yilgan bironta bir bemorni ko'rmaganman. Aspiranturada o'qiganimda ham bironta autizm kasalligi tashxisi qo'yilganini ko'rmaganman. Uni o'qiganmiz. Shunaqa autizm borligi, mana shunaqa turlari borligi to'g'risida domlalarimiz leksiya o'qib berardi. Nimaga bunchalik ko'payib ketdi? Juda ham ko'p sabablari bor. Asosiysi. Asosiy sabablari, eng katta sabablari to'g'ri hozir aytamiz. Hozir mana shu autizm juda ham dolzarb mavzuda. Hamma o'zini nimalarini aytishyapti. Kimdir genetika deyishyapti, undan oldin genetika bo'lmaganmi? Kimdir ekologiya. To'xtang, ekologiya bu alohida mavzu. Buni men urg'u berib aytaman bu narsaga. Kimdir vaksina deyapti, emlashlar deydi. Emlanmaganmizmi siz bilan biza? 100% hamma emlangan edi. Tushunyapsizmi? Yeb ichayotgan narsalar. Men endi u hamma o'zini amaliyotidan kelib chiqib bu savolingizga javob berish mumkin-da. Chunki umumiy javob berib bo'lmaydi bu savolga. Bugun nechta autizm bo'lgan, oldin aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Chunki bugungi kunda juda ham ko'p mana murojaat qilib kelayotgan autizm deb murojaat qilib kelayotgan juda ham ko'p kasalliklarda ota-onalar autizm deb kelganda autizm emas, endi autizmga o'xshaydigan holatlar ham juda ham ko'payib ketgan. Buni asosiy sabablaridan biri oldin ham aytganimiz, bundan keyin ham aytamiz. Aytganimizdek birinchi o'rinda ekologiya bo'lsa, ya'ni hozir yomg'irlar yog'ayapti nanoplastrlar bilan. Chunki shunaqa plast masalalar ketyapti, uni yomg'irlar bilan buni biz havo orqali olyapmiz, suvlar orqali hamma suvimizni ko'ryapsiz qanaqalarda ichyapmiz, bularni quyoshda qolgan suvlarni olib ichyapmiz. Bu DNKlarimizda strukturalarini o'zgartirib tashlashga va mana shunaqangi xulqimizni, ya'ni mana shu bor dunyoni mana shunday borligicha qabul qilishimizni buzilishiga olib keladigan holatlar ko'payib ketyapti-da. Autizmni o'zi bundoq aytganda bu kasallikmi, kasallik emasmi degan savollar ham juda ham ko'p o'zi aslida. Juda ham ko'p variantlarda aytgan, sabablarni juda ham ko'p ko'rsatib berilgan, lekin bugungi kungacha aniq mana shu sabab tufayli autizm kelib chiqadi deb 100% ko'rsatib beriladi. Hatto elektromobillarni ayblayotgan zamonda elektromobillar, telefonlarni, yo'q, telefonlar, lekin bunda qaradigan bo'lsak, men o'zimni shu kuzatishlarimdan xulosamni aytaman. Yana aytaman, bu meni xulosalarim, o'zimni bemorlarni ko'rgan xulosalarimdan aytaman. Juda ham ko'p mana shu 12 yillar oldin 2010-11-yillarda Koreyada o'qigan bo'lsam doktoranturada, o'shadagi holat bilan hozirgi bizning holatimiz o'sha endi qaytyapti-da. Ular o'zi
o'sha vaqtda tushunib bo'ldi. Shu smartfonlar, telefonlar bolalarga mumkin emasligini, shuning uchun bugun qonuniy ularda Yevropada ham shu rivojlangan davlatlarda kelajagini o'ylaydigan, davlat kelajagi uchun oilasi, farzandi, bu davlatning kelajagi nima deganim? Siz bilan men oilamni, farzandlarimni kelajagini o'ylasam, demak davlatimni, millatimni kelajagini o'ylayotgan hisoblanaman. Chunki millatimizda bizamiz, mana shu oilalar ko'payib bo'ladi, to'g'rimi? Davlat bo'ladi. O'shanaqa ekan, mana shu e'tibor berib bugungi kunda modaga aylanib bolalarimizga berayotgan mana shunaqangi zamonaviy telefonlarni bunday e'tibor berib qarang, qachondan bizlarda bu kasallik ko'payib ketdi? Qachondan boshlab bizada bu tashxisni qo'yish ko'payib ketdi? Mana shu narsa ko'paygandan keyin. Mana shu narsa qo'limizdagi, mana sizda ham, menda ham turibdi. Mana shu narsamiz ko'paygandan keyin xulq atvorimizni buzilishi ko'payib ketdi. Insonlarda agressiv bo'lishi ko'payib ketdi. Stresslar ko'payib ketdi, nevrozlar ko'payib ketdi, suiqasdlar ko'payib ketdi. Nima uchun? Chunki bunda olib qaraganda qarang, autizm kasalligi bu organika deydi ko'plar, lekin ko'pincha bu miya faoliyatini funksional buzilishidan kelib chiqadi-da. Ya'ni siz bilan adekvat, ya'ni siz bilan biz mana shu dunyoni qanday qabul qilib, o'zimizni shu bor dunyoga shunday ko'rsata olsak, ya'ni atrofimizdagilar bilanda, bu sog'lom odam deymiz-da endi. U holatda autizmlarda shu atrofidagilarni borligicha qabul qilib, uni o'zining dunyosi bor-da. Demak, bu miyamizdan ketayotgan valnalar, to'lqinlar bo'ladi-yu, egiga qilganingizda to'lqin chiqib beradi, impulslar, o'sha impulslarimizni o'zgarib ketishida bu o'zi asad odatda. Bu jaydari qilib, men doim aytaman, shu mana bunaqa berganda ilmiy tilda gapirmaslikka harakat qilaman, chunki men leksiya o'qimayman. Tibbiyot xodimlariga emas-da, bu ota-onalarga, oddiy tibbiyotdan xabari bo'lmagan insonlarga tushunarli bo'lishi kerak. Demak, ana shu to'lqinlarimiz miyadan chiqiladi, to'lqinlar orqali biz his qilamiz, idrok qilamiz va o'zimizni tashqi muhitga namoyon qilib beramiz, muloqotga kirishamiz. Bu funksional holati. Mana bu nima qiladi? Hamma joyda ko'rib qo'yibdi. Wi-Fi da ham rasmini, belgisini ko'rganmiz qanaqa? Tarqatadi. Tarqatish. Hamma joyda antennalar bor. Oldin aytishganlar, katta elektr toklari o'tgan joyga uy qurib bo'lmaydi. Bolalar nimasi muassasalarini qurib bo'lmaydi. Hatto ekiniki bo'lmaydi deydi. Ekin ekmaydi. Daraxtlar ham ko'rgan bo'lsangiz, elektr tegida kalta bo'lib qolgan o'sha joyda o'smaydi. O'zining poliyasi bor-da. Demak, bizani har bir insonni o'zimizda biopoliyamiz bo'ladi. O'zimizdan energiya tarqatib turamiz, informatsiya tarqatib turamiz. Bu Siciliyani deydi-ku, o'zbekchasini bilmayman, lekin o'zbekmani o'sha chiqarib turamiz. Shuning uchun har bir inson aura, har bir insonni o'zini kuchi bor, anaqasi bor deydi, tortadi, kimdir itaradi deydi-ku, o'shanaqa narsamiz. Demak, idrok qila olishimizmi? Demak, buni mana bu zamonaviy narsalarimiz ko'payib ketgandan keyin bu valnalar siz bilan bizani normal va nima shu to'lqinlarimizni buzib yuboryapti. Bu yeb ichayotgan oziq ovqatlarimiz endi hammamiz bilamiz. Pestitsidlar, GMOlar, ana har xil ximikatlar, endi u mayli, endi ular juda ko'p. Gormonlar, mana gormon yemayman-ku deydi, lekin olib yeyotgan go'shtimizni, tovuqlarimizni ichi ximikat, antibiotik, tuxumlar hammasi gormon-ku. Hammasi usiz yo'q. Bolalarimiz hozir hammasi yaxshi ko'rib yeyotgan chipsi-yu, kireshkalar, gazirovkalar, mana bunaqa soklar hammasi ishlov berilgan, sun'iy ishlov berilgan narsalar. Bular o'zi organizmni zaharlab qo'ydi. Endi shu yetmaganday bizlar hamma joyda antennalar turishi, uyimizga mana bilasizmi, uyimizga Wi-Fi bir paytlar bizlar Wi-Fi men Fransiyaga borganimda Wi-Fi qanaqa narsa orzu qilardik, bunaqa chiqqan edi. Yo'q edi u paytlarda ham autistlar yo'q edi. Wi-Fi'lar hamma uyda Wi-Fi. Homilador ayollarimiz ham homilador kechasi uxlasa ham telefonni ko'rib yotyapti hammasi. Ertalab kelsa oldida telefon turyapti, zaryadkaga qo'yib telefonni yoniga qo'yib qo'yapti. Homila hali rivojlanayotgan, hali o'zi miya o'zini har bir nerv tolasi o'zini mustahkam biopoliyasiga, biomaydoniga ega bo'lmasdan turib, biz u biopoliyani buzyapmiz. Mana shu Wi-Fi'lar, telefondan ajralayotgan to'lqinlar, mikroto'lqinli pechlar, bu zamonaviylik, buni oldini olib bo'lmaydi. To'g'rimi? Bu rivojlanish o'sha uchun
autizmga holatlari ko'pincha boshida ko'rgan bo'lsangiz shaharlarda mana bu texnikalar rivojlangan современный joylarda oilalarda boyroq Ko'p uchragan, imkoniyati bolasiga olib bera oladiganlarda uchrayotgan edi. Endi hozir bular juda ham hammaga nima deydi, va qulay arzon. bo'lib qoldi, arzon bo'lib qoldi, oddiyalik sharoit yetmasa ham ola oladigan bo'lib qoldi. Bu modaga aylanib qoldi mana shu narsalar. Bu birinchi sababi. Demak, aytayotgan oddiy neyronlarimizdan chiqayotgan biya poliyalarimizni o'zgarib ketishi natijasida. Demak, bu biya poliyalarimiz o'zgarib ketgandan keyin normal biya poliyamiz o'zgardimi? Endi siz bilan biz tashqi atrofimizdagi insonlarni normal qabul qilib ola olmay qolamizda. Agressiya, stress, hammasi. Qabul qila olmay qolamiz. Ulardan kelayotgan normal to'lqinlarni bizlarda normal to'lqin yo'q, ya'ni autist normal qabul qila olmaymiz. Mayli u ana genetika dedik, emlashlar dedik, yo bo'lmasam har xil mana kasalliklar dedik. Ular bor narsa, bor, ularni kuchaytiradigan, lekin mana eng katta sabablardan bittasi mani o'zimmi, bu mani o'zimmi xulosan deb o'ylayman. Bugungi kunda mana Amerikada, Yevropada, rivojlangan davlatlarda bundan tashkilotlar tashkil qilinib, ilmiy ishlar juda ham ko'p. Hammasi o'zini nima deydi, versiyalarini beryapti, xulosalarni. Shu versiya ular hammada har xil yo'q. Buni aytmaydi, chunki bu katta, bilasizmi, kimga qarshi chiqib qolasiz? Rivojlanishga qarshi chiqasiz. Rivojlanishga qarshi, sivilizatsiyaga qarshi chiqadigan narsa. Lekin bitta misolda aytaman men. Bitta misolda. Siz mana qishloqqa borgansizmi, yashagansizmi, yashamagansizmi bilmayman. Lekin mana qishloqda yashayotganlar. Oldin biz yoshligimizda chumchuq degan qush bo'lardi. Shahar chumchug'i bo'lardi. Mana vatan zoologiyada ham o'tganmiz. Qishloq chumchuqlari va chuv qilib chumchuqlar juda ko'p bo'lardi. Ekologiyani buzilib ketishi bir sabab shularni yo'qolib ketishiga. Ikkinchi sababi mana shu antennalar. Hamma joyga antenna qo'yib tashlayapti. Ulardan to'lqinlar chiqadi. Ular sezgir bo'ladi. Ko'p narsalar, tushunyapsizmi? O'sha to'lqinlar ko'payib ketib, juda ham ko'plar yo'qolib ketdi. Chumchuqlar yo'q hozir. Oldin bitta daraxtga bitta silkitsangiz agar chumchuqlar uchib ketardi. Hozir yashashda, kurashda yengib chiqqanini mana mayna, bir ikkita ushqoq qushlar qolib ketdi, agressiv qushlar qolib ketdi. O'zimizning mana shu oldingi yoshligimizdagi qushlar, chumchuqlar yo'q bo'lib ketdi. Musichalar yo'qolib ketdi, kamayib ketdi. Chumchuqlar umuman yo'q. Men hozir qishlog'imga boray, Samarqandda. Bo'lmasam tog'da tegdi turaman. Yo'q chumchuq. Bironta chumchuqni oxirgi bir 8-10 yil ichida ko'rganim yo'q men. Yo'q, nimaga yo'q bo'lib ketdi? Yo'q. Mana shu sabablari. Antennalar qo'yilish, telefonlar, mana shu bitta sabab. Shuning uchun ham hozir mana shu chumchuqlar ozuqasi, chigirtkalar ko'payib ketish. Bilasizmi, bu Xudoyim shunday qilib yaratib qo'yganda hamma narsa bir-biriga nima ko'payadi, o'shani kamaytiradigan hamma narsa bor. Bir paytlar bo'rilarni qirib tashlaganda qaysidir kasalliklar ko'payib ketgan, bilasizmi? Hamma tabiatda shunchalik mukammal yaratilganki, mana shu hammasi aylanib turiladi mana shunaqa narsa. Bir-biri bir ikkinchisini uchun to'ldirib, ikkinchisi uchun oziqa, uchinchisi mana shunaqa charxpalak buzilib ketdi. Charxpalakni buzilib ketishining asosiy sabablari mana shu inson omili bo'lib qoldi-da, bizani zamonaviyliklarimiz bo'lib ketdi. O'sha uchun ham e'tibor, buni menimcha hech kim inkor qila olmaydi, chunki oxirgi mana shu smartfon, Wi-Fi'lar qancha rivojlangan bo'lsa, shuncha mana shu autist kasallarimiz ko'payib ketdi. Ko'payib ketyapti. Ya'ni xulq atvorda buzilishi bilan bo'ladigan kasalliklar ko'payib ketdi. Nutqdagi, xulqdagi, gapirishdagi kasalliklar ko'payib ketdi. O'sha xulq atvorda buzilishi bilan kechadigan narsa bitta bir holati bu autizm. Bugungi kunda endi autizmni aytdim-ku yuqorida. Haqiqiy autizmmi yoki soxta autizm? Buni ham ilmiy tasdiqlangan yo'q. Menimcha bunga ham balkim kelib nima deydi, ilmiy buni ustida ish olib boriladi. Buni ustida ilmiy izlanishlar olib boriladi deb o'ylayman men. Negaki bugungi kunda ikki xil guruhga ketyapti. Internetlarda, ijtimoiy tarmoqlarda autizm edi, farzandim davolatganda davolanib ketdi, yaxshi bo'lib ketdi deydi. Bitta guruhga chiqardi. Uni kasal davosi yo'q. Mana siz ham shu savolni beryapsiz. Bittasi aytadi, autizm davolab bo'lmaydi, uni korreksiya qilish mumkin. Ikkalasining ham gapi to'g'ri, bilasizmi? Sog'ayib ketganning ham gapi to'g'ri. Tuzalmaydi, korreksiya bo'ladi deganning ham gapi to'g'ri. Buni xato deb aytolmaydi. Bizlar oldin aniqlab olishimiz kerak, bu haqiqiy autizmmi yo'qmi? Siz bilan 10 yil, 15 yil oldin o'qigan autizm kasalligimiz bor-ku, autizmning klinik belgilari, klinik ko'rinishlari 100% hozir hech kimda uchragani yo'q u. Bittani sindrom Asperger degani bor, autizm bir turi bor. O'shanisini ajratib olmasangiz, qolgan turini ajrata olmaysiz. Ajratib bo'lmaydi. Ras deb qo'yib berishyapti, mana rastoyist autistik spektra deb. Autizm
aniqlay olmaysiz. Aniqlay olmaymiz. Bu haqiqiy autizmmi yoki soxta autizmmi? O'sha uchun agar soxta autizm bo'ladigan bo'lsa, juda ko'p soxta autizm. Soxta autizmni keltirib chiqaradigan juda ham ko'p omillar bor. Mana bugungi kundagi multfilmlar, tarbiyadagi holatlar, bolaga bilan ota-onani atrof muhitda bo'lgan muloqotlar bular juda katta rol o'ynaydi. Mana shu ayniqsa hozirgi kundagi eng katta muammo bugungi kunda ko'rayotgan bolalarimizni ko'rayotgan multfilmlari. Bu telefondanmi, televizordanmi? Bir xil tempda, bir xil svet, na boshi bor, na oxiri bor bo'lgan multfilmlar. Siz bilan bizlar qanaqa multfilm ko'ramiz? Multfilm chiqishdan oldin rejissyori, ovoz rejissyori, yozgani, rassomi degan narsalar chiqadi va yaxshilik bilan tugaydigan joyi bor edi. Keyin hamma multfilmlarda chiroyli, yoqimli ovoz, to'g'ri, ravon nutq bilan gapirilardi. Yaxshilikka yetaklar. Hozir onalar keyin telefondan o'rganadi deydi. Mana autizmga xos bo'lgan autopodobniy, ya'ni soxta autizmni rivojlantiradigan eng katta omillardan bittasi ham mana shu bo'lib qoldi. Chunki ko'rayotgan multfilmlar nima deydi? Bolam deydi, men kommentariyaga ham yozgan o'sha narsa gapirganimda, telefondan noto'g'ri gapiryapsiz degan, telefonda o'rganadi dedi. Inglizcha sanashni o'rgandi, harflarni hech qachon bola 7 yoshgacha telefondan hech narsa o'rgana olmaydi. Siz agar bolasi 4 yosh bo'lib turib 10 gacha ingliz tilida telefonda multfilmda sanab berayotgan bo'lsa, harflarni aytib berayotgan bo'lsa, bu осознанно aytmayapti. Bu avtomatik bir xil narsani ko'ravergandan keyin shu bilan qolib ketyapti. Boyagina muzikalar chiqadi, trend muzikalar qaytaradi. Mana Sini traktormi so'zlari har xil, lekin muzikani tempi, harakati, rang-barangligi bir xil. Bir xil harakat. Ana shu autizmda ham shu bir xil harakatlar ketadi. Bir xil harakatlar. Ana shu uchun bugungi kunda nima deydi? Aniqlay olmaymiz. Baribir ikkalasiga ham bizlar soxta autizmga ham, haqiqiy autizmga ham autistik holat qo'yib beramiz, ya'ni rastrойство autistik spektra deb qo'yib beramizda. Mana davolayotgan paytingizda mana bu soxta bo'lsa, ota-onasi o'z paytida to'g'ri xulosasini chiqarib olib, to'g'ri ko'p narsani chegaralab, to'g'ri taktikani, ya'ni ovqatlanishi-yu, mana shu tarbiyasi-yu, kerakli muolajalarni, kompleks korreksion muolajalarini olib birgalikda olib borsa, unda yaxshi o'zgarish ketaveradi. Chunki u autizm emas-da u. Soxta autizm edi. Haqiqiy autizmda bo'lsa, korreksiyalanib boradi. Ayrim narsalar yo'qolib, sal moslashib, sotsializatsiya deydi, ijtimoiy moslashishi ortib boradi. Jamiyatga moslashishi ortib boradi. O'sha uchun uni aniqlaydigan na laboratoriya, na bir apparat, na MRT bor. Juda ham ko'p autizm onalarimiz olib keladi, bolasi autizm, MRTlar ko'tarib keladi-da. Autizm yoki xo'p mayli, autizmga shubha qilingan bemor ham deylik. Diagnoz borki, задержка психологического развития с элементом рас degan diagnoz qo'yib, MRT ko'tarib keladi 2 to'shda. MRT nima kerak bor? MRT organikani ko'rsatib beradigan narsa, miyani qanday ishlayotgan funksional holatini ko'rsatib bera olmaydi. Miyada masalan chayqalish bormi, bormi, sinish bormi? Gipoksiya bor ekan deydi. Gipoksiya kimda yo'q hozir bizda tug'ilayotgan bolalarda? U asosiy omil emas. Qaysidir mana shu emlashlar yoki boshqa narsalar to'g'ri qandaydir sababchi bo'lib turtki bo'lishi mumkindir. O'sha paytga совпадение, ya'ni to'g'ri kelib qolgandir. Lekin asosiy faktorlar men o'ylaymanki, bugungi kundagi mana shu narsalar, yeb ichayotgan narsalarimiz, ekologiyamiz buzilib ketishi, bolalarimiz bilan ko'p shug'ullanmayotganligimiz, ya'ni ona farzand o'rtasidagi rishtalar yo'qolib ketayotganligi va bolani faqatgina mana shu sotsial, ya'ni nima deydi, sifrovoy bola bo'lib qolishiga sabab bo'layotgan narsa. Bundan o'z vaqtida xulosa qilishimiz kerak. Mana men o'rtoqlarim bor Fransiyada. Maktabga qonuniy mumkin emas telefonda, smartfonda kirish. Bormi bunaqa soatli, bolani qayerda bilishini aniqlaydigan qonuniy smartfon, mana bu sensorli smartfonlar mumkin emas. Bizani hozir maktabdagi bolaga smartfonni berganda o'qituvchisi mumkin emas deb qo'ysinchi. Onalar borib janjal qiladi. Onalar borib nima qilib keladi? Seni imkoniyating yo'q, nima ko'ra olmayapsanmi bolamga deb. Tushunyapsizmi? Qaysi darajadamiz biz? Bugun bizlar xulosa qilish vaqti kelgan o'sha. Men o'zim ona sifatida mana shu telefon muammosini
bu yerda ham onani, umuman oiladagi xohlagan, xoh qaynona bilan yashaydigan insonlar bo'lsa, xoh masalan otasi, aynan men turmush o'rtog'im tomonlama farzandimga juda ham ko'p, ikkala farzandimga ham erkalash masalasi. Chunki ularga bermasangiz yig'laydi-yu. Halal beradi, masalan, o'qiyotgan bo'lsangiz yo nimadir bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, sizga maksimum ular o'zini agressiyasini ko'rsatib, gapini o'tkazishga harakat qiladi va u kishi telefonni, uyimizda ortiqcha telefon bor edi, o'g'limga berib qo'ydilar. Va mana bunday odat chiqardi. Siz mana bolalar bilan ko'p ishlagansiz. O'g'lim men bo'lgan joyda telefonni so'raganimda beradi. Dadasi oldimda bo'lsalar, men so'rayman, dadasi oldida ber desa beradi. Dadasi yo'q paytda menga xarakter ko'rsata boshladi. Dadasiga aytibman, bu siz yo'qligingizda menga boshqacha muomala qilyapti. Ya'ni qarang, 7-6 yoshli bolani qilayotgan harakatini, ona bilan otani darajasini, muomala darajasini vaqtida anglayapti. Bir kun Kamolbek deyapman, menga qaramayapti. Qaramayapti-da, shunchalik telefonga. Shunda bordimda, telefonni qo'lidan oldim. Uyda telefon, kompyuter, planshet, 3 ta narsa bor. Bordimda Malika bozoriga korobkasini ham qidirib o'tirmadim. Shunchalik jahlim chiqdi. Borib sotib keldim ortiqcha telefonni va 1,5 yil bola bilan telefonsiz hayotni shunchalik mana shunday ushlay oldim. Hozir 10 daqiqa, bir kunda 10 daqiqa xohlagan multifilmini ko'rishga haqqi bor. 10 daqiqadan 1 daqiqa o'tib ketsa agar, men uni jazolash turim bor. 10 daqiqa tikka turadi, narsa ko'tarib. To'g'ri, bu kimgadir voy bolalarni urish mumkin emas, jazolash mumkin emas, his qilish kerak bola. Deyishi mumkin, ha, mas'uliyatni. Hozir 1 daqiqa o'tsa agar, tez olib keladi. To yurganimcha 1 daqiqa o'tdi ayajon, men 10 daqiqa ko'rdim deydi. Menimcha bu onani shuning uchun ham aytayapti-ku, biz qanday qilib shakllantirsak, shunday deb shakllanadi. Men ota-onalarga aytaman bir xil paytda, to'g'ri, sizni deyman, telefonni berib qo'yibsiz, bolangiz telefonda o'tiribdi, voy yaxshigina o'tiribdi, qarab o'tiribdi. Siz ishingizni qilib yuribsiz. Bemalol hamma ishingizni bajarib tursiz, u allani ham telefon aytib beryapti, hamma narsani ham telefon beryapti. Bola shu bilan bola rishta bo'lish kerak edi, onaga mehri tushish kerak edi. Ona bilan bolani o'rtasida rishta bo'lish kerak edi. Ana oldin ota bobolarimiz, onalarimiz aytgan allalar bekoriga bo'lmagan, ertaga aytib berishlar yotganda bekoriga bo'lmagan, chiroyli kiyintirib zo'r o'yinchoqlarni olib berib qo'yding degani bo'ldi degani emas. Demak, rishta yo'qmi? Bolangizni bor mehri menga tushib qoldimi? O'sha uchun bolani chaqirgan paytda menga 3-4 yoshga kirib qolganda ona ko'zga ko'rinib qoldi bolasi, bola bilan muloqot qilmoqchi bo'lib qoladi-da, chaqirsa qaramaydi. Keyin ona tashvishga tushib qoladi. 3 yil qayerda edi? 3 yil onani vaqti yo'q edi bola bilan shug'ullanishga. Endi bola qiziq emas ona uchun. Unga mana bu qiziq bilan ko'proq bo'lgan. Bolaga ona qiziq emas. Onani aytib beradigan ertaklari qiziq emas, chunki bu yerda ko'rib qo'ydi ko'p narsani. Keyin men aytaman, eng yomoni hali oldinda bo'ladi. Chunki men bekorga aytganim yo'q, rishta yo'q deb turib, mehr oqiba yo'q. Bu kelajakda o'zini ta'sir. Bu kelajakda katta bo'ladimi bolamiz? Ham uylanadi, bola chaqali bo'ladi. Kim bizga vaqti yo'q bo'ladi. Siz qaraysiz, biz qaraymiz. Qo'limizdan hech narsa kelmay qoladi, ish kelmay qoladigan paytida biz ham bolangiz bilan o'tirib gaplashgingiz kelib qoladi. To'g'rimi? Yosh katta bu farzandi bilan gaplashgisi, suhbat qurgisi keladi. Unda siz tegiga urug'ni tashlamagandingiz. Yana bolangiz endi ko'krak paytida ertaklar aytib berib, bolangiz bilan ko'zga ko'rinmas rishtani bog'lamagandingiz, bolangiz menga rishta qilib qo'ygan edi. Endi qariganingizda, kuchdan ketganingizda bola bilan sirlashgingiz keladi. Bola o'zini mas'uliyatlarini his qilgan holatda, "Oy, mana" deb kiyintirib qo'yadi, sizga chiroyli uylar qilib beradi. Siz ham boshida o'yinchoqlar, chiroyli kiyimlar olib berib qo'yadingiz, современный telefonlar bilan. Xuddi shunday krotlarga olib borib qo'yish mumkin, lekin siz bilan dildan o'tirib suhbat qilish. Chunki rishta yo'q. Yo'q. Ana shu eng yomon narsa bo'ladi. Kelajakda qariganingizda deyman. O'sha uchun bugun ko'zingizni kattaroq oching deyman. Ochingda bekorga davlatimiz sizga 3 yillik ana onalik nimasini bermaydi. Nima uchun beryapti? Dekret. Ana vaqtingiz bo'lmadi, telefonda o'tirdi, ishladingiz siz. Bolangiz bunda o'tirdi. Endi nima qilyapti? Topgan pulingizni yuring, bizga o'xshaydigan doktorlarga bering, korreksionniy sentrlarga, logoped defektologlarga bering. Ya'ni siz bermagan mehrni, siz bermagan, o'rgatmagan narsani o'zgalar o'rgatish kerak. Keyin onalarga aytsangiz, "Men bunaqa narsa qilishingiz kerak, men bunaqa narsa qilish kerak" desa,
aytadi, "U yoqqa boraman, bu yoqqa." Nega o'zingiz mana kompleksni korreksion psixopedagogik mashg'ulotlar deb aytaman. Bu nima degani deyman? Mana ertak kitoblar, rangli kitoblarda rasmlar olib beringda, obrazlarga kirib bolaga aytib bering, mana bo'ri yeyman dedi, qo'zichoq qo'rqib ketdi dedi. Emotsiya bilan. Ha, emotsiya bilan bir ikki marta aytganingizda keyin undan so'rang, "Voy, bu qo'zichoq nima qildi? Bo'ri nima deb aytdi?" Siz bola qiziqib turib, "Bo'ri yeyman" dedi. Ana ona bola o'rtasida o'shanda ko'zga ko'rinmas aloqalar bo'lishni boshlaydi. Shu bilan birga bolani fikrlashi, dunyo qarashi shakllanishni boshlaydi. Neyronlar shakllana boradi. Mana shu dietologiyada keyin menga bittasi aytib qoldi. Dietologman deb qo'yib, hozir dietologiya bu meditsinadan chiqayotgan sohami? Masalan, ovqat ratsionini tuzib berish yoki boshqa sohami? Men aytaman, любой dori-darmon, agar siz shifokor bo'lsangiz, любой dori-darmon va davolanish rejasi tuzayotgan bo'lsangiz, albatta uni yaxshi ta'sir qilishi uchun parhez kerak. Bu bir. Ikkinchidan, sog'lom hayot tarzini tashkil qilib, tanasida hech qanaqa kasalligi yo'q odamni umrini uzaytirish uchun ovqatlanish turi kerak. Sizga siz qilgan dieta bu xato. O'shani xatoligini bildimda keyin 9 kilo ozdim. 9 kilo ozib 2 oyda hamma narsa osilib qoldi. Ko'rgan odam qarib qo'ysa, terlarim osilib qoldi. Bosh aylanadigan boshqacha o't. Mana endi hozir zo'r o'zi azaldan man shirinlik yemayman. Tak yemayman shirinlik. Lekin mana shu dietologiya degan paytda mana masalan bizga как nevropatolog sifatida ko'p keladi bu narsani. Ayrim chalkashmovchiliklarda dieta bilan davolash, ochlik bilan davolash degan narsalarni men ilmiy jihatdan bilaman. Mana shu ham обсуждениyaga ketadi, nechova. O'zi kommentariyada yozishadi. Kommentariyada o'tib ketmaydimi? Meni shunimda обсуждать qilishadi-yu, buncha. Proktolog chaqiruvdik do'mboq qiladi, dieta haqida gapiryapmizda. Kommentariya polis, dietolog kerak. Arablar deb ko'rganmidingiz? Bu yoqda dietolog chiqib ketdi, mana bunday chiqadi. Yo, dietada mana shu dietologlarni ko'pi da ana primitivniy meditsina degan narsa chiqib chiqdi hozir. Men siz как dietolog sifatida savol. Chunki bizga ko'p savol so'raladi mana shu narsani. Kasalmiz hozir, bolalar juda ham kasallik ko'payib ketdi. Kasallikda juda ham ko'p, men Instagramda qo'yganim ko'p kanallarda ham aylanib ketdi. Ob hayotmi, ob zahar degan bir video chiqdi, bildingizmi? Uni noto'g'ri talqin qilib ketdi bir xillar. Qishloq hayoti desam, men o'zim qishloqdan chiqqanman, bilaman qishloqda qanaqa ekanligini, shu uchun ko'targan. Bu bitta tragediya, даже o'sha shunaqangi optimlarda turib, ko'chada turgan napitkalar, issiq suv, shirinliklar hammasini shu optimda qo'yib qo'yganlar, bularni xalq dushmanida, bular genotipga olib kelayotgan odamlarda, bular bizani xalqimizda. Bu juda katta narsa bu. Siz bilan biz borib kichkina magazindan olamiz deysiz, salqingina muzdek kolani yoki suvni ichib ichamiz. Bu bilmaymiz, lekin qarang, mana gapimni yolg'on bo'ladigan bo'lsa, ko'chadagi optoylarni ko'ring. Suvlarni chiqarib qo'yishgan. Setga qo'yibdi. 70 gradus issiq. Uni tagiga yozib qo'yibdi, quyosh nuridan salqin joyda saqlan. U kimyoviy jarayon aralashib ketib, nima bo'lsa bo'ldi. U nanoplastir degan narsa bo'ladi. Plasmassa o'zidan zaharini chiqarib, bisfenollar, onkologiya, asablar, autizm, mana allergik kasalliklar, ana fanga aniq bo'lmagan, hali kitobda yozib qo'ygan kasalliklar bo'lmagan kasalliklar ko'payib ketyapti. Masalan, autist desangiz, lekin autistga o'xshamaydi. To'g'rimi? Autizm emas desangiz, autistga o'xshaydi. Nega? Savol ko'p beradi. Mana shu paytda ovqatlanishdagi o'sha rejimda haligacha bizga aniq emas, bu haligacha bilmasligimiz deb aytsa, bir xillarga aytadiki, ovqatlantirish kerak. Faqatgina mana shu tabiiy biologik добавка deydi-ku, o'sha bilan davolash kerak. Men aytaman, kechirasiz, biz 18-asrda yashamayapmiz. Yoki Ibn Sino buvamizning davrida emasmiz. Balkim o'sha davrda yashaganimizda bizga o'shanaqangi badlar bilan davolaganda balkim sog'ayib ketardi, chunki u odamlarning organizmi toza bo'lgan. Bizning o'zi ekologiya buzilib bo'lgan, yeb ichayotgan gormonlarimiz, pestisid, GMOlar, go'shtlar hammasi bilamiz qanaqa tayyorlanayotgan. Даже bozordan svej olib kelasiz, u olma masalan aprelda turibdi, o'tgan yilgi olma shundoq turibdi. Nima bilan endi-da masalan tak svej deb yeysiz uni. Shunaqa organizmingiz to'yinib bo'lgan organizmda kasallik kelib chiqqandan keyin uni qanday qilib davolab berishi mumkin? Bu aqlga sig'maydigan. Yoki yana bir xil gaplar chiqayapti hozir. Oshqozon, ichak bu ikkinchi miya. Aqlga sig'maydigan gap bu ham. Qanday qilib oshqozonni biz bilan ichagingiz ikkinchi miya bo'lishi mumkin? To'g'ri? Masalan, xotirasi borligi.
Yo'q, xotiralikda emas. Bu majoziy mana deyapti. Bu как будто autist bolaga yoki nutqi buzilgan bolaga behavior problem deydi. Ha, bu to'g'ridan to'g'ri aytilayotgan gap. Men majoziy degan ya'ni ma'noda. yo'q. Oshqozonni birinchi davolab, ichidagi butun hamma narsani tuzatsa, miyadagi hamma narsa o'zgarib ketadi deb odamlar chalg'ittiryapti-da, ya'ni o'zini produksiyasini tiqib yuboryapti. Men aynan mana shu gapni men ham aytganman-da. Oshqozonimiz miyamizdan ko'ra ayrim joylarda kerak bo'lsa aqlliroq, chunki miya qabul qiladigan informatsiya, masalan, bolaga yoki o'zimiz ham televizorga berayotgan любой informatsiyani to'g'ridan to'g'ri ko'ramiz-da. Bizda filtr qachonki aqliy madaniyatimiz bo'lsagina filtr ishlaydi. Ayrim odamlarda bu ishlamaydi. To'g'ri qabul qiladi. Ha, oshqozon esa aynigan ovqat chiqarib tashlashga harakat qiladi. Organizmda sirazi filtri ishlaydi demoqchiman. Mana shu uchun keyin yoshlikdan masalan kolbasa, chipslarni ko'p bergan bolachalarga agar uni bermay qo'ysangiz, sirazi agressiyaga tushadi. Chunki u ta'mni eslab qolgan bo'ladi. Xuddi mana shunday, agar siz oshqozoningizga doimiy ravishda sog'lom ovqatlanishni to'g'ridan to'g'ri olib borsangiz, kerak bo'lsa yeyotgan grechkangiz ham sizga go'shtdek mazaliroq tuyuladi. Xotirani oshqozonda shakllantiring deb aytganman. Ya'ni bu oshqozon ikkinchi miyamiz kabi ishlaydi deganman. Lekin buni davolash yo'liga burish bu xato. Chunki oshqozonni birinchi to'g'ri, masalan, mana aytaman-da, biologik добавкалар yoki to'g'ri ovqatlanish обязательно kerak. Negaki, masalan, dori vositalarini berganimizda agar organizmda ichaklarda, oshqozonlarimizda moddalar almashinuvi buzilish bo'lsa, demak, berayotgan xud qimmat turadigan doringiz ham organizmda so'rilmasligi mumkin. Masalan, o'zi itak 50% so'rilsin ham deylik. Chunki hammamiz ichaklarimiz buzilgan, hech qaysimizda normal holat emas. Buzilgan narsada 50% so'rilish kerak edi yozilgan dorilaringiz. Endi u yerda yana muammomiz bor-di, undan 10% so'rilyapti. 10% so'rilgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, hali ko'rsatilgan rezultatni ko'rsatib bera olmaydi. Keyin dori yomon, doktor yomon, noto'g'ri davolandi. To'g'ri, o'shani to'g'ri talqin qilib turib ota-onaga tushuntirib bersa, yo'q, bu davolash emas, sizni davolash samaradorligingizni oshirib beradigan narsa. Ya'ni berilayotgan doktor yozib, shifokor yozib berayotgan tavsiyalarni organizmingizga singishini yaxshilab beradi. So'rilishini yaxshilab beradi. Yaxshi so'rilmaydi, moddalar kerakli element, masalan, qaysidir element uchun qaysidir element kerak so'rilishi uchun. Demak, ovqatlanish ratsionida qaysidir narsalarimiz surunkali yetishmaydigan bo'lsa, demak, o'sha narsa bu ikkinchi, uchinchi narsalarni organizmda siz yeyotganingiz bilan u so'rilishi bo'lmaydi. Ya'ni chiqib ketdi shunda. Keraksiz chiqib ketgandek bo'ladi. O'sha uchun rezultati bo'lmaydi. O'sha uchun da to'g'ri, o'sha birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish nimasini qilish kerak. Keyin mayli beradigan biologik добавкаларni ham beravering, lekin u davolovchi vosita emas. U sog'lom yashash uchun, siz bilan biza kasal bo'lmasligimiz uchun hayot sifatini yana hayot sifatini yana yaxshilash uchun, ya'ni organizmga hamisha ham yetarli kerakli elementlarni, mahsulotlarni ola olmaymiz. Mayli shu narsalarni olib turaylik. Undan tashqari men ko'p o'rtog'im aytadi-da, sizlar deydi, "Vot sitrus deb buni olasizlar, buni olasizlar. Sizlar O'zbekistonda qanaqangi narsalarga ega davlat?" U texnologiya rivojlanib ketgan davlatlar bor-ku, ularda tabiiy bizani o'zimizdagi O'zbekistondagidek mevalar, quritilgan dry fruit deydi-ku, yo'q-ku. O'sha uchun majbur ular o'shani tabletka shakliga keltirilgan yoki bir qandaydir parashok shakliga keltirilganini ichishadi-da, lekin bizada u tabiiy ko'rinishda bor-ku. Tiqilib yotibdi. Turshak deysizmi, mayiz deysizmi, yong'oq deysizmi, hozir boshqa olmalarni quritilganlari deysizmi, kompot deysizmi, xohlaganingizcha bor-da. Uni aytsangiz u как eskilik sarqiti bo'lib qoladi, lekin ot kallasidek pulga anaqada Amerikaniki yoki Yevropaniki desa, o'shani olib ichishni boshlaydi-da. Tushunyapsizmi? Bu nima degani? Men aytaman, ota-onalarda birinchi o'rinda hozirgi kungacha xo'rasxon chet ellik desa yotib olganlar yoki tibbiy madaniyatimiz haligacha. Mana shuni qanchalik gapirmaylik, qanchalik achinarli bo'lmasin, qanchalik og'riqli bo'lmasin, qanchalik kimlarga tegib ketadigan bo'lmasin. Bu degani millatimni yomon ko'raman, yomonlik. Agar men millatimni yomon ko'rganimda, men o'sha paytlarda Malayziyada, Singapurda yo Amerikada yoki Yevropada qolib ketgan bo'lardim shunaqa takliflar bilan-da. O'sha ayni mana hozir bizani odamlar o'tirib olib faqat sizni o'zining qo'lidan hech narsaga erishmagan, sizning tashqi ko'rinishingiz, sizni berayotgan ma'lumotingiz odamlarga qiziq emasda, sizni nima deydi?
absurdat Kritika qiladi, qilish kritika qilish bilan o'zlarini tinchlantiradi, bo'lmasa shu yerdagina lazzatlanadi deydi, asabingizga tegadigan. Shunaqa juda ko'payib ketdi-ku hozir. Siz ham biz ham ko'rib turibmiz buni. Bir chiroyli ma'lumotni bergisi keladi. Nimagaki kichkina auditoriya sizga kelayotgan kasalga so'rayotgan savollar bilinadi, qancha odam kelyapti. O'sha narsani ommaga chiqaraylikda, shuni hamma bilsin deb ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, boshlaydi sizni sochingizni absurdat qilishdi, ko'rinishingizni, kiyinishingizni yoki qo'lingizga taqib olgan narsangizni sizni shaxsiy hayotingizda muhokama qilyapti-da. Odamlarimiz mana shu narsaga o'tib ketyapti. Lekin bu yoqqa kelgan paytida to'g'ri yashash, to'g'ri ovqatlanish tartibi, to'g'ri o'z vaqtida shifokorga murojaat qilish kerakligi, hamma narsani oldini olish kerakligi, o'z vaqtida haqiqiy o'zini mutaxassisiga borish kerakligi aytsangiz, unga nima qilmaydi. Bilasizmi? Mana shunaqa narsa ko'payib ketdi. Ayb hammamizda. Ya'ni Sizda ham, menda ham, o'sha bemorlarda ham, ota-onalarda ham. Chunki haligacha bizadagi ko'p narsalarimiz, juda ham ko'p narsalarimiz haligacha yangilana olmayapmiz. Haligacha shu oldingi holatda o'qini men qaynonalarni yomon ko'raman degan bir anaqa chiqaruvdim-da. video. Video chiqarsam uni pryamoy qabul qilyapti-da. U men nega bu gap chiqib keldi? Bu pryamoy hamma qaynona yomon degani emas-ku. Lekin juda ham ko'plab hozirgi bir xil kelinlar, onalar keladiki, qaynonasidan yashirib bolasini olib kelayotganlar bor. Qizni onasi qizini bolasini uyiga qizini olib kelib, menga olib kelib ko'rsatib davolatib yurganlar bor-da. Bu juda achinarli holat-da bu. Vaholanki jo'natishadi, borib onangiz davolatsin. Bor. Av qiz keldi senga, kelin bo'ldi. Sani avlodingni davomchisini dunyoga keltiradigan odam u-da, uni sen naborib shunaqangi mana bunaqangi qilishing kerakki, chunki u sog'lom ona bo'lsa, sog'lom bolani dunyoga keltiradi-da, sani avloding sog'lom bo'ladi. Uni asabiga tegib har xil eskilik nima urf-odatlarini nima deydi, haligacha qo'ni qo'shni atrofdagilarning gapiga ishonib qilinadigan ishlardan keyin u qanday sog'lom? Itak biza mana siz dietolog sifatida men bitta narsani aytmoqchiman. Bizani DNKmiz, genlarimiz o'zgargan odamlarimiz. O'rta Osiyo. Mali politik nimalarga nima qilmoqchi emasman. Men ayrim bir davlatlarga umuman bormayman-da. Borishni ham xohlamayman. Chunki men tarixim ko'zim oldimga keladi-da o'sha narsa. Paxtani ko'rganimizda, boshqa narsani ko'rganda, nega bizani ko'pgina davolash standartlarimizga kiritilgan narsalar bor-ku, pryamoy o'sha chet elli Yevropaniki yoki Koreya yoki Yaponiyani yoki Amerikani davolash standartlari bor, testlari bor, har xil kasalliklarni davolaydigan, aniqlaydigan yoki analizlar bor. O'shani shunday olinyapti-da, shunda tarjima qilinyapti-da, shunda qo'yib yuborilyapti. Jahon standarti bo'yichami? Jahon standarti to'g'ri, uni qaysidir ma'nosida biz olishimiz kerak, lekin milliylik degan narsa bor. Bizani ota-bobolarimiz 100 yillar davomida kechqurun osh yegan, ertalab oshga borgan, baqvat ovqat degan, keyin uni ustidan qatiq, ayron chalab deydi-ku, qurt o'shanaqangi narsalar deyishgan, to'g'rimi? Yuzga kirishgan, baqvat bo'lishgan hammasi. U masalan men o'zim standart qayerda edi o'sha payt? Koreyada o'qiganman-da. Koreyaning endi standartini olib kelingda bizga qo'ying. Ovqatlanish standartini. Odamlar uni kasal odam yesin deydi birinchi o'rinda. Birinchidan uni biz hazm ham qila olmaymiz. Keyin biz noto'g'ri ham ayta olmaymiz. Ular noto'g'ri ovqatlanyapti deb turing. Ular bizani ayta olmaydi, noto'g'ri ovqatlanyapmiz deb. Hozir mana shu ko'p chiroyli gap ketyapti-da, gapirib odamlarni nima deydi? Bizlar o'zimizdan yevropalik yasab olyapmiz, o'zimizdan aziyalik, osiyolik yasab olyapmiz, amerikalik yasab olyapmiz-da. Bizlar osiyolik, bizlar O'rta Osiyo o'zini 1000 yillik tarixiga ega sivilizatsiya. Butun dunyoda sivilizatsiyalar bor. Rim sivilizatsiyasida, Yevropa sivilizatsiyasi, Yapon sivilizatsiyasi, O'rta Osiyo sivilizatsiyasi bor. Bizlar o'zimizga ega bo'lgan fan, texnika rivojlangan eng sivilizatsiyasi kuchli bo'lgan bir nima deydi? Bobokalonlarimizdan, avlodimizda nega bizada ana shu narsalarni olib, ulardan olib pryamoy tarjima qilib ketilyapti. Bizga taqdim qilib yuboryapti. Vaholanki diyetalarni ham. Diyetalarni ko'rganman. Mana masalan sosiskani hozir qarang, biz sosiskaga ham go'shtlarni quritib qo'ygan, go'shtni tabiiy go'shtlarni so'yishgan, yeyishgan, qovurib yeyishgan, qovurib qo'yib qo'yishgan. Uni yevropalik yoki koreyalik yoki yaponiyalik uni noto'g'ri deb ayta oladimi? Chunki uni DNKsida, mana siz aytdingiz, oshqozonda informatsiya bo'ladi deb, uni DNKsida ma'lumot yo'q-ku. Bizani avlodimizda ma'lumot bor. Keyin Amerikadan kelgan kasal bor edi. Germaniyadan bittasi kun telefon qildida, o'zidan nemis yasab olganda, ketganiga 8 yilmi, 6 yil bo'lgan.
Endi tasavvur qiling, mana masalan ularda bor bolani orqasiga bir urib bo'lmaydi. Bu men propaganda qilmayapman, bolani orqasidan aytganini qilmaganda orqasiga bittamda tushirib qo'yishdi. Propaganda qilmayapman, to'g'ri ham deb aytmayapman. Lekin bitta narsani bilingki, bizani miyamizda avloddan avlodga o'tib kelgan belgilar borda, shu bir xil paytda bolani tagiga orqasiga shuni bittagina tushirib qo'yish kerak, shu mumkin emasligini bildirish uchun. Tushunyapsizmi? Chunki bizda bu DNK informatsiya saqlab turibdi buni. Uni qilmaganimizcha sen juda ham yaxshisan, sen yaxshi bolasan, aqlli bolasan Bu deganimiz xuddi bilan ko'rishganimda yelkasiga qoqib qo'yib bolam degandaymi, momalarimiz chet elliklar boshqa narsa. Ular boshqacha bo'lgan, o'sha uchun u yoqqa borganda biz o'zbek vakil bo'lib qolmaymiz. O'sha vakilni bo'lishimiz uchun 3 pokoleniya o'tishimiz kerak bo'ladi. O'sha joyda muhitiga, atmosferasiga, ovqatlanish tizimiga, hali aytganingizdek dietasi-yu, meditsinasi-yu, kulturasi, hamma narsasiga moslashish uchun. O'sha joyga bir 3 avlodi o'tish kerak. Bolasi, uni bolasi. Ana undan keyin o'sha joylikman deb aytsangiz bo'ladi. Qayerga borsangiz ham o'sha narsani tushuntira olmaymiz. Shu davolashda ham boshqa narsalarda ham qilib bo'lmaydi. Ben yuqorida aytib o'tib ketdim, nima uchun bizlarda ayrim holatlarda kasalliklarda dori darmon bermasak bo'lmaydi. Faqat ana chet eldagi bat bilan davolar ekan ular. Ali yo bo'lmasam masalan chet elda o'qib keldida, o'sha joyda standarti bilan davolamoqchi bo'ladi. O'sha joyda doktorlari ota-ona bilan qanday muloqot qiladi? Masalan, Yevropa yoki Aziyada, Osiyo davlatlari, ya'ni Yaponiya, Koreya yoki Amerikadagi ota-ona bilan doktorlar muloqot qiladi. O'shani bizning O'zbekistondagi ota-onalar bilan muloqot qilmoqchi bo'ladiganlar. Lekin bu o'xshamaydi. O'xshamaydi. Nega? Chunki bizning mentalitetimiz boshqa. Bizda bir xil paytda ota-onaga konkretno aytib qo'yishingiz kerak. Qaysi joyda chiroyli aylanib o'tishingiz kerak. Qaysi joyda chiroyli bizning tarbiyamiz bor, boshqa insoniylik munosabatlarimiz bor bizda. U farqi yo'q. Hozir Germaniyada boring, eng zo'r shifokorga yoki Amerikada eng zo'r shifokorga pulingiz bo'lsa ham yetib bora olmaysiz. Uni ustidan shikoyat ham qila olmaysiz. Nima uchun meni qabul qilmayapti deb turib. Qabul qilmaydi u xohlamasa. Vaqtim tugadi, bo'ldi deydi. Даже odamlarda tushuncha ham bo'lmaydi. Ular aytgan narsani aytgan vaqtda qiladi. Bizani boshqa narsa, hozir bitta kasallik kelganda qabul qilmay ko'ringchi. Xuddi sotib olgan, sizni o'qitib qo'ygan, sizni butun shu darajaga yetkazib qo'ygan ular. Sen Gipokrat, ana juda ham anaqa Gipokrat qasamini ichib qo'ygansan-ku degan gaplar borda. Gipokrat qasami hech kim isilmaydi. Bilmaydi ular Gipokrat qasami o'zi nima u? Qasamyodi nima o'ligini bilmaydi. Gap shu eskilik, hali byurokratiya sovet tizimidan qolib kelgan mafkura haligacha saqlanib o'tib ketyapti-da. Mana shu uchun men aytmoqchi bo'lganimcha, nima uchun bizani gap yana qilyapti? DNKmiz bizani buzilgan. Ayrim analizlarda, ayrim genetik tahlillarda bizani sal noto'g'riroq chiqib qolishi mumkin. To'g'ri, bu ustida hali ishlab o'zimizni fikrimizni aytishimiz kerak bo'ladi. Bizani ovozimiz hozir ko'p eshitilmayapti. Negaki 70 yil davomida mana bilasizmi, men o'zim qishloqdan chiqqanman. Paxta terardik, maktab paytimizdan chopiq qilardik, paxtani chikankasidan qilib, otalarimiz, onalarimiz etardi. Homiladorlar ham paxta terilgan, paxtani ustida chopiq qilgan homilador bo'lsa ham ichida tug'ib qo'yganlar ham bo'lgan, selitra bu yoqda turgan ustidan ana kukruz samolyotda diflofosni sepib ketishgan. Bilasizmi, 70 yil davomida bizani DNKmizni o'zgartirib yubordi. Bizda DNKlarimizda qandaydir noto'g'ri informatsiyalar bor baribir. O'sha uchun ko'pgina ayrim genetik tahlillarda o'zgarishlar bilan chiqib qoladi bizda. Ana shu narsalarni hisobga olinmayapti ko'p narsada, bilasizmi? Olinmasdan turib, aqllimiz hammamiz yozib Koreyani standartini, Yaponiyani standartini yoki Yevropani standartini yo bo'lmasa Amerikan standartini olib qo'yaveradi. Mana bu o'sha siz bad aytdingiz-ku, balkim o'sha badni ko'chadagi odam ham sotayotgani uchun ham shunaqa bo'lsa kerak edi. Butun boshi shifokorni nazarchiyasidan chetga sorib, o'sha badlarni men aynan kompaniyani aytmayman, lekin yaqin dugonam, men o'zim Turkiyada bo'lgan paytimda qaysidir kompaniyani badini bolasiga ichirish boshlagan, lekin bolasi shamollab pnevmoniya o'pkasiga o'tgan bo'lgan, dorini butunlay atkaz qilib 3 kunda reanimatsionaga tushib qoldi. Va balkim bu ona tibbiy savodxonligi yo'q bo'lgan sotuvchidan olayotganidir. Sotuvchilarda men o'zim xonimga ham kelgan. Bittasi kelgan, men sizga aytsam, общем, kelganda men xonim kelib turib, inson sifatida qabul qirdingiz. Ha dedim, ha. Men shu nimadan xo'p dedim. Keyin nima deyapti bilasizmi? 16 yil insult bo'lib to'shakda yotib qolgan otasi. Bularning eng zo'r ключевой gaplari bor. Otam, farzandim, meni bolam ham shunday edi, o'zim degan gaplari bor-da. 16 yil otasi insult bo'lib
paralizon bo'lib to'shakda yotgan ekanda, o'sha firmani, o'sha yana piramida firmani dorisini olib ichiribdi-da, otasi yurib ketibdi-da. Men aytdim, ana shu men hozir dedim, butun medinustlar, butun farmakologiya institutlarini hammasini yopish kerak dedim. Diplomimni yetib olaman dedim. Chiqib bu yerdan dedim, eshikka kirayotgan paytda kirdingmi, yozib qo'yganman, kim doktorligimni dedim. Yozib qo'yganligini bildingmi dedim. Shuncha professorlar bekorga o'qigan ekanmi? Bironta professori, bironta o'zini hurmat qilgan o'sha ilmiy ham nima deydi, praktik deydi-ku, amaliyot shifokorini chiqib biron bir dorini reklama qilganini ko'rganmisiz? Shu dorini iching, siz sog'ayib ketasiz. Keyin o'sha narsalarni propaganda qilayotganlarni ko'pi ommaviy nimalar, tibbiyotdan xabari bo'lmaganlar. Men o'zimni farzandimga shuni berdim. Uni bittasi ham turibdi men bu yerda. O'zimni farzandimga berdimda, men farzandim yaxshi bo'ldi, sizlarga ham tavsiya qilaman. Odamlar o'shalarga ishonyapti-da, borib beradi. Lekin mana rezultat. Ana undan keyin kim yomon? Vrach yomon. Uni doktor deb o'ylaydi. Men даже malaka oshish institutida, vrachlarning malakasini oshish institutida men o'zim o'sha yerda ishlayman. Kirayotgan paytimda bitta ayolni ko'rib qoldim. Ishonasizmi? Shunda kirib qoldim. Assalomu alaykum doktor Zohidjon, ismimni ham bilar ekan. Yaxshimisiz dedi. Ha, yaxshimisiz deb ana qilsam, aytayapti, men esizdami u nimada yalang'och visokovoltli massiv bor-ku, o'sha yerda bozorda pomidor olardingiz, bundan sotardim dedi. Ha, yaxshimisiz? Desam aytadi, men dedi, hozir bu yerda shogirdlarim bor, doktor shogirdlarim. Gapni qarang. Pomidor chiqadi. Doktor shogirdlari bor ekan-da, Malaziyalarga borib kelibdi, bir dorini aytayapti. Siz ham dedi, kasallaringizga shuni etsangiz dedi, shunaqa zo'r rezultat bo'ladi. Bu yerda shogirdlarim bor, doktorlar. Men aytdim, kechirasiz, siz medinustni bitirgan, doktormi deysiz dedim. Yo, mana bo'ladi-yu, shifokor bo'lgan, medinustni bitirgan, ayrim hayot sabablari tufayli sotuvchilik qilgandir, bu aybi yo'q mehnatda. Shunaqa bo'lganmi desam, yo'q dedi. Shogird doktorlar hech qanaqa diplomi yo'q. Shu nimalardan tayyorlangan dorilarni propaganda qilayotgan odamni shogird ekanda. Men o'sha doktorlarga o'lganing-da u. To'g'rimi? U agar shunday inson kelib menga dori haqida, menga agar ana shu odam biron diplomi yo'q, farmakokinetika, farmakodinamika degan narsalar bor-da, o'shandan xabar yo'q odam kelib menga, men kim bo'lishidan qat'iy nazar, menga dorini qanday odamga effektivligi to'g'risida gapirsin, yo'qol deb haydab yuboraman-da. Chunki men o'zimni kamsitilgan deb hisoblayman men u paytida. Negaki menga u o'rgatyapti-da. Sohadan xabardor bo'lmagan odam. Xabar, unga to'g'ri, marketingni chiroyli qilib, chiroyli gaplar bilan meni o'zimni farzandim kasal bo'lganini tuzatib qo'ydik. Bitta savol bersangiz, menimcha ularni o'zi dovdirab qolsa kerak. Farmakokinetika qayerga bu Amerikada ham bir holat bo'lgan shu. Amerikada vaqtimda qo'ymadim bitta nima. Yuring, doktorsiz endi baribir nimasiz, ha bo'pti, baribir vaqtim bor edi, bordik. Bitta katta ofisga bordi. Ofisga bordi, shu terib qo'ygan produktlarni hammasini terib qo'ygan, chiroyli qilib, o'zimizni shu turshaylar, mayizlar, yong'oqlar. Endi o'sha yerda gapiryapti, biza deydi, shunda qaysi bir nimani aytdiki, ustini osmonini ham sotib olib qo'ygan bu kompaniya deyapti-da. Endi men indamay turibman. Osmonni ham sotib olib qo'ygan, samolyotlar ham uchmaydi, shunda tabiiy mevalarni quritilgan deyapti. Keyin menga aytayaptiki, vitaminlarga boyitilgan suv dedi. To'xta bolajonim dedim. Vitaminlarga boyitilgan suv? U qanaqa bo'ladi vitaminlarga? Sen o'zi bilasanmi, suvni vitaminlarga boyitilgan qanaqa suv bo'ladi? Mineralga boyitilgan suv bo'lishi mumkin. Lekin vitaminlarga boyitilgan suv qanaqa bo'lar ekan dedim. Nima bor o'zi dedim. Bitta senga savol beraman dedim. Nima uchun biza dedim, yo'l yoqasida o'sgan daraxtlar bor-ku, mevali daraxtlar. O'zi mumkin emas yo'l yoqasiga mevali daraxtlar ekishda. O'sha mevali daraxtlarni mevasini yeyish mumkin emas. Mana katta yo'lda ekilgan mevali daraxtlarni mevasini yeyish mumkin emas dedim. Nima uchun yeyish mumkin emas dedim. Nega dedim. Nega? Men biza tavsiya bermasam, men tavsiya bermayman. Yo'l ustida o'sgan daraxtlardan olib meva yeyishni tavsiya bermayman. Nimaga dedim. Javob berasanmi dedim. Ana oldi qochdi qilib kechirib qo'yasan, oldin sen bir marketologingdan, ana farmakokinetika, farmakologiya, xalq tabobati, o't giyohlardan tayyorlaydigan bir so'rab ko'rgin. Shu savolga javob bersan, keyin men senga sen bilan gaplashaman dedim. Ikkinchi savolim vitaminga boy suv. Vitaminga boy suv hech qachon bo'lmaydi dedim. Sizlarni balkim shunaqa deb o'qitayotgandir, balkim meditsinadan xabari bo'lmagan odam haqiqatan ham suv vitaminlarga boyitilgan deb ishlar dedim. Hech qachon suv, agar suvni vitaminga boyitilsang, u suv bo'lmaydi. U qandaydir bir sharbatmi yoki biron bir eliksirmi, bir nimagadir kokteylga aylanib qoladi. U suv bo'lmaydi dedim.
Minerallashtirilgan bo'lishi mumkin. Minerallashtirilgan bo'lishi mumkin. Mineral suvlar haqiqatan foydali, u bor, u narsa bor. Keyin o'sha suvni deydi, masalan, men misol aytayman, bitta 1 litrlik butilkasini olasiz ekanda, ulardan aytaylik $20, $20 olasizda, uni ichib bo'lganingizdan keyin deydi. Butilkasini qaytarib bersangiz, sizga $3 qaytarib beradi. Qarang, kim sizga butilkasini qaytarib berganingiz uchun nima deydi? Pul beradi. To'xta bolajonim dedim. 1 litri $20. Suv, oddiy suv dedim. Uni $20 ga olib qaytarib berdi $3. $17 ga men 1 litrlik suvni olyapman. Undan ko'ra magazinda, supermarketda turibdi, eng zo'r suvingiz $5 turibdi dedim. Uni olib ichavermaymanmi men dedim. Logikam, sen nima deb kangdingiz tushunyapsanmi dedim. Mana shunaqangi hilalari odamlarni chalkashtirib qo'yyapti-da, buning orqasida mana shu meditsina xodimlari degan ketyapti. Chunki doktorlar bizani xalqimiz haligacha o'ylaydi, shu sog'lig'ingiz haqida chiroyli gapirsa, dorilarni tavsiya bersa, buni doktor bo'lsa kerak deb o'ylab qoladi-da. So'ramaydi ham даже. Qanday aniqlash mumkin? Masalan, siz aytgandek qo'shtirnoq ichidagi doktorlar bilan haqiqiy mutaxassislarni bir-biridan farqini xalq qanday ajratishi mumkin? Yo'q, kimga borishdan qat'iy nazar, qayerda borishdan qat'iy nazar, qanaqangi chiroyli gapirib sizga bir chiroyli gaplar illyuziya bersa ham borayotgan odamni sal surishtirish kerak-ku, qayerda o'qigan, nima diplomlari qanaqa, haqiqatdan ham shu bormi? Ana chiroyli qo'yib qo'ygan sertifikatlar bor-ku hozir. Chiroyli qo'yib qo'ygan sertifikatlarni uni bir hafta o'tib hali 1 soatda, hafta ham emas, kompyuterda chiqarib berib yuboryapti. Qarasangiz hammasi chastni pechatlar bilan. U haqiqiy davlatni nimasida o'qigan, soati ko'rsatilgan, o'zini shogirdlarim deb gapiryapti-da. Men ularga hech qanaqangi g'arazli joyim yo'q. Lekin ayrim narsalarda, ayniqsa odamning organizmi bilan insonni xulqi, nutqi, sog'lig'i, uni o'zini tutish turishi bilan, uni hayoti bilan bo'ladigan narsani ana bir qog'ozli pechat urilgan qog'ozlarga ishonib qolish kerak emas-da. Uni qarash kerak, ozgina surishtirib, ana undan keyin borish kerak. Chiroyli gapirayotgan odam, masalan, siz Lyuboy hozir yaxshi so'zga usta nimalarni olib kelingdi, chiroyli o'rgating, shunaqa chiroyli emotsiyalar bilan aktyorlarimizga rollarni o'ynab beradi. Bu Dr. Fox effekti, hattoki chiroyli qo'yib berishadi. Shunday chiroyli qilib sizga shunday o'zingiz ham ishlamay haqiqatan ham men doktorman. Bu menimcha ilmiy tadqiqot, nechidir yillik tajribaga ega bo'lgan professor va oddiy orator gapirish nutqida zo'r bo'lgan ikki insonni ikkita xonaga kirgizishadi va ularga auditoriya yig'ib berishadi. Auditoriya yiqqanda matematik professor bo'ladi. Haqiqiy professor auditoriyaga dars o'tadi, ikkinchisi orator dars o'tadi. Va yig'ilgan auditoriya ko'proq oratorga ishonadi. Vaholanki ular soxta umuman ilmiy asosga yo'q bo'lgan gaplarni chiroyli tarzda yetkazishgan va lekin auditoriya kim bo'lgan bilasizmi? Auditoriya o'qigan psixologlar bo'lgan. Hattoki psixologlar ham aldanishyapti. Mana bitta videoim bor edi. Hech qachon men shifokor bo'lib shifokorlarni ayblamayman, chunki eshikni taqillatayotgan bemor kimni taqillatayotganini bilishi kerak. O'zini hayotini ishonayotgan paytda. Siz men 100% tuzatib yuboraman, 100% yurg'izib yuboraman, bir kun 3-kun gapirtirib yubordim degan, endi bilasizmi, insonmizda biz doim ham chiroyli gaplarga, yaxshi sizni qulog'imizga yoqadigan gaplarni o'zimiz ishonmasak ham bilmagan holatda o'sha gapga ishonamiz. Ana avazoxon aytgandimda, qo'lini ushlamagan, siz yaxshi uxlamas ekansiz, desagar deydi-ku o'shanga o'xshab. O'sha narsa, o'sha uchun qarang, mana 100 ta doktorga, mana 10 ta doktorga bordingiz, 100 ta demaylik, 10 ta doktorga bordingizda, 10 ta doktordan 9 ta shifokor aytsa, bolangizda hech narsa yo'q, hammasi yaxshi, ozgina shug'ullaning, gaplashing, tarbiya bering desadi, lekin bittasiga borganingizda sal vahima qilsa, cho'ta boshqa narsaga o'xshayapti, mana bu narsalarga o'xshayapti, mana bu narsalarni tekshirish kerak, mana bu narsalarni qilish kerak desa, 10 ta aytgan shifokorning gapi yaxshi degani onaning miyasida aylanmaydi. Ana shu bitta отрицательный fikrni aytgan odamni fikri aylanadi va o'shani aytganini qilishga harakat qiladi. Shu deyapsiz, biz hozir shunaqa holatda bo'lib qoldik-da, odamlar mana shunday holatga kelyapti. Illyuziya bo'ldi. O'sha illyuziyalarni, yolg'onlarni, vitamin, batlarni
ko'rsatmalarini tekshirishni oddiy usuli bor. Hammada telefon bor-ku. Hammada telefon bor. Men o'sha internetda ham ko'rdingizmi, juda ham nevrologik dorilarni xato yozgan bir shifokor haqida rosa ham nimalar video tarqaldida, lekin xohlagan dorizni xohlagan analogini internetga yozsangiz, kimlarga mumkin, necha yoshdan mumkin, qaysi kasalga beriladi, bor-ku, nimaga tekshirmaymiz? O'shaning uchun men ota-onadan so'raymanda, men bir xil paytlarda dori yozamizda, qanaqa dori ichdingiz, masalan, kelgungacha qanday dorilar ichgansiz deb so'raysiz-ku endi. Chunki hozir shunaqangi davrda yashayapmizki, bitta dori 100 xil nom bilan chiqyapti-da. Balkim hozir men ham bitta dorini yozib bersam, uni ichgandir boshqa nom bilan nomlanganini-da. O'sha desangiz bilmaydi-da. 3 oy bergan, 2 oy bergan, men aytaman, "Mana bu dorini olyapsiz, bolangizga beryapsiz" deb odam ko'rib, o'sha 10 kundan keyin yoki 3 kundan keyin u bilib qolishingiz kerak, nom miyada qolib ketishi kerak. Mayli uni ham qilmadingiz. Sal bo'lmasam xud akademik yozib bermaydimi sizga? Hozir hamma dorilarimiz ichida o'zbekcha annotatsiyasi bor. Yo'riqnomasi borda, uni ochib ko'rib shunda o'qisa, bir xil dorilarda mana shu yoshdan mumkin yoki bundan mumkin emas, mana bunaqa narsa deb yozib qo'yganda, o'sha paytda onada savol bo'lib qoladi-da, "Voy, bunaqa debdi, nega buni doktorimizga yozdi ekan" deb doktorga telefon qilasizlar. "Doktor, mana bunaqa narsa deb yozgan ekan, nega meni bolamga buni yozdingiz? Yoki bu bunaqa kasalliklarga mumkin ekan, siz meni bolamga mana shuni yozib beribsiz" desangiz, doktoringiz tushuntirib beradi. Haqiqatan ham bir xil holatlar bor shunaqa qiladigan. Mana shuni bersa bo'ladi, dozasida, hajmida, miqdorida boshqacharoq qilib berish mumkindir. Doim ham standart degan, davolashda standart degan narsa o'zi bo'lmaydi. Formulyar degan narsa bo'lmaydi o'zi. Har bir organizm o'zi individual narsa. Masalan, diagnozi, tashxisi bir xil bo'lishi mumkin. Agar standart bo'yicha davolasangiz, ikkala bir xil diagnozli odamni bir xil davolashingiz kerak, bir xil ovqatlantirishingiz kerak, bir xil turg'izishingiz kerak. Unaqa bo'lmaydi-ku. Nega siz ikkalamiz ham insonmiz, nega ikkalamiz bir xil kiyim kiymaymiz, nega ikkalamiz bir xil ovqatni yaxshi ko'rmaymiz, to'g'rimi? Xuddi organizmda ham individual podxod kerak. Shifokorlarda intuitsiya deydi, hissiyot bilan his qilish bor. O'sha uchun kitobda yozib qo'yilgan hamma tashxislar ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ana shu vaqtda o'qisa, onada savol bo'ladi. Doktoriga, shifokorga telefon qilib, "Doktor, mana bu" desa, keyin doktori tushuntirib beradi uni. "Haqiqatan ham mana shunaqa deb yozilgan, lekin mana shu narsa bo'lgani uchun mana bu holatda qo'llanyapmiz. Mana bunaqa dozada bo'lyapti" deb tushuntirib beradi. "Shuni so'ramaganmisiz?" desam, "Endi yozib berdik-ku" deydi-da. Unda olib qarasangiz achinish kerak. Negaki ota-ona bolasiga, farzandiga berayotgan narsaga shunchalik befarq. Keyin shunaqangi juda ham ko'p kasallar keladi menga, bilasizmi? Bir joyda bitta narsa qildi deyshadi-da, muolajani o'tkazishdi deydi. Hozir O'zbekistonda 200-buyruq bor. Nima olayotganligini, nima qilayotganini ko'rsatish kerak. To'g'ri, shifokorda o'zini siri bo'lish mumkindir kombinatsiya qilishda. Masalan, aytaylik 3 xil dorini aytaylik, 3 xil inyeksiyani qilmoqchi. Bitta. Mana masalan 1 kubiga, masalan bittasidan yarim kubik, bittasidan 0.75, bittasidan 2 kubik olib qilish mumkindir. Bu shifokorda o'zini amaliyoti davomida qilgan o'zini yangiligidir. Shunaqa rezultat olib, yaxshi narsadir. Uchala dori ham ko'rsatma, lekin qanaqa dorilarda aniqda. Endi shunaqa holat bo'ladiki, bu urishib tashlab qanaqa ukol olayotganini bilmaydi. Juda ko'p. Hatto savol bersa yomon ko'radigan doktorlar. Ha, urishib tashladi deydi bu. Qanday, men aytaman, bozorga borsangiz, oddiy bir kolbasa olmoqchisiz yoki bir narsa olmoqchisiz, suroviga qaraysiz, nomiga qaraysiz, qaysi nomi yaxshi ekan, hech qanaqa nomi yo'q narsani olib ketib yurasizmi desam, yo'q deydi. Nimaga unda bolangizga berasiz bu narsani deyman. Nega farzandingizga qilinayotgan narsadan bexabarsiz? To'g'ri, yana aytayapman, qancha dozada qanaqa berishdi aytmasligi mumkindir. Lekin qanaqa dorilarni qilyapti sizni bolangizga? Reanimatsiya bu boshqa narsa. Chunki reanimatsiyada hamisha ham sizga informatsiya beravermaydi. Bu planoviy davoni aytayapman men. Planoviy qilinayotgan narsada bu bizning sirimiz. Sir bo'lish kerak, bilish kerak. Mana dorilarda ham tarkibiga orqasiga yozib qo'yibdi, nima tarkibida nimalar bor. Lekin uni qaysi birini qachon qo'shib, qanday qilib aralashtirib tayyorlagan, bu farm kompaniyani siri hisoblanadi, to'g'rimi? Lekin uni tarkibi yozib qo'yilgan. O'shanisi qildirganda bolasiga gormonni bosib tashlangan, men aytaman, bunday qarang, gormon olgansizlar. 50 yana achinarli hol, yana bitta joyda bor, kelyapti-ki, nimada? Bolasida suv bor ekan boshida. Suv bor ekan miyada, hammada suv bor. Suv bor ekanda, unga o'zini ishlab chiqqan malhamini surib qo'yib, salafan kiydirib qo'ysa, terilab suv, miyani ichida suv, ya'ni gidrosefaliya deyiladi. 85% deyarli suvdan iborat. Miyani ichida ichki qorinchalarda suv ishlab chiqiladi. U
suv chiqib miyani aylanib orqa miyaga tushib so'rilib ketadi. Bu miyani ham oziqlantiradi, ham himoya qilib turadi. U suv oshib ketsa, bu oshib ketib agar miyani qilsa, bu gidrosefaliya deyiladi. O'shanaqa narsalari bor. Lekin tasavvur qilingki, odamlarimiz mana tibbiy madaniyat deganda yana meni yomon ko'radi deysiz-ku, lekin juda ham ko'p odamlarimiz kirgandan sani bolang juda qori bo'ladigan bola ekan-ku, umralarga, hajlarga olib boradi inshaalloh deydi. Shu ota-ona illyuziyaga tushib qoladi. Boshqa salafan kiydirib qo'yib, doktorman deb qilyapti o'sha narsani-da. Salafan kiydirarkanda o'zimni kashf qilgan dorim derkanda, avtorskiy deb surarkanda kallasiga salafan kiysa, terlab miyani ichidagi o'sha suyuqlik chiqib ketarmish, ya'ni gidrosefaliya shu bilan tuzalarmish-da. Bunaqa juda ko'p kasal kelgan. Tushunyapsiz? Aytsang boshqacha tushunadi. Bu nima deydi? Eski faoliyat yurg'izdiryapti uni. Tabib emas bu. Shifokorman deb nima qilyapti? Bu gidrosefaliya. Mikrosefaliya degan, mikrosefaliya degan miyasi suyagi bunday qotib qolib kichkina bo'lib qoladi. Kalla o'sish kerak, kalla suyagini ichida o'solmay siqilib qoladi. Har xil holat bo'ladi. O'shani hisobiga qanday zararlanishga qarab klinikasi har xil ketadi-da. Unga o'zini malhamini surarkanda, kallani o'stirib yuborarkanda o'shani qildiryapti million, yana o'shalarni konsultatsiyasi million turadi. Meni hech qanaqa g'arazlik joyim yo'q. Bu tibbiy ongimizda yetishmasligi. Qanday qilib agar o'sha bo'lganda edi, o'sha Nobelskiy premiyani olardi-da, dunyo Nobelskiy premiya olib, hamma institut yopib tashlab, mikrosefaliyadan neyroxirurgiyani yopib yuborardi-da, mikrosefaliyalarni o'shana qilib davolardi, gidrosefaliyalarga shunt qilib, bolalarga shuncha azob berib, miyasini qorniga tushirib qo'ymagan bo'lardi, o'sha salafanni kiydirib qo'yib, ichidagi terlatib suvini chiqarib yurgan bo'lardi. Mana shu narsani qilayotgan ko'pgina, juda ham ko'p achinarli ko'plab ota-onadan yana nimani xohlayapmiz? Nimaga shifokorlar bunaqa qilishyapti? Aynan o'sha shifokorga mana shu narsani tushunmayman. Mana oddiy holat. Bola gapirmaydi, keladi. Bola gapirmaydi, shikoyati gapirmayapti. Gapirmayotgan bolaga boshini emirti qilgan, o'pkasini emirti qiladi, umurtqasini emirti qiladi, tazabedrini sustavni emirti qiladi, chanoqson bo'g'imini. Gapirmayotgan bola u. Sabab? U yurmayaptimi? U nutq bilan bog'liq. 5 ta emirti bilan keladi. 5 ta emirti. Uni qancha zarari bor? Qani diagnozi, qani desangiz diagnoz yo'q. Mumkin emas degan, siz mana dietologsiz, sizni ovqat nima yeyish mumkinliklarini ko'rsatib qo'yilgan. Nima dorilar olganini bilmaydi, qanaqa ukollar qilinganini bilmaydi. O'zini sekreti. 5 xil gapirmaydigan odam. Lekin u doktor vipuska qilib berish kerak. U qanaqa nima qilgan, qancha hattoki qanaqa ovqatlanish tarzi buyurganigacha yozish kerak. Nima deysiz endi? Mana shu juda ham ko'p. Keyin ishonasizmi, shunday zo'r tibbiyot bu garantiya berib bo'lmaydi. Ya'ni kafolatli emas tibbiyot. Garantiya ber. Men o'zimga kafolat bermaydigan odamman. O'zimga 5 minutdan keyin sizni farzandingizga qanaqa kafolat beraman deyman-da. Hech qanaqa kafolatli tibbiyot degan yo'q. Kafolatli tibbiy nima deydi, xizmat bor. Tibbiy xizmat bor. Ya'ni siz bilimizga javob berasiz. Bilimizga xizmat ko'rsatishingizga, lekin uni sog'ayib ketishi yoki sog'aymasligiga kafolat bera olmaysiz. U organizm bu. Shunaqa holatda o'sha narsani aytib qo'ydik-ku sizda boshida, mashalloh farzanding sizni qori bo'ladi, qoriya bo'lar ekan-a. Qarashlarini qarangga, sizni umraga olib boradi-ya. Tushunyapsiz? Bizning hissiyotlarimiz bilan, ya'ni o'ynashadi. Diniy hissiyotlarimiz bilan o'ynashadi-da, ota lomkaga tushgan, ona lomkaga tushgan, ketdi xayol u yoqqa. U bola oxirgi darajada spastik tetrapariz, miyani pashti yarmi yo'q bo'lgan bola nadejda dedik, ishonchda. Nadejda nima? Umid eng oxirgi umiddan foydalanishda bu. Bir bo'lar, 2 bo'lar, 3 aytadi 10 marta kelasiz deydi. Ot kalasidek narsa. 10 marta borishga uni imkoniyati yetmaydi. 3 marta bordi, keyin ota-ona uni aybdor deb bilmaydi. O'zini aybdor deydi. Chunki 10 marta deb aytdi, 3 martagina borildi. U yog'i sharoiti yo'q, bora olmaydi. Tushunyapsizmi? Keyin xudodan qo'rqish kerak mana, chunki shunaqa gaplarni gapirgan edi, qarg'iydi bizani deydi. Shifokor qarg'iydi deydi. Bu yoqda o'lib haqiqiy o'zini jon kuyar shifokorlari ishlaydi, davolaydi. Xato bo'lish mumkin. Shifokorlarda xatolik bo'ladi. Xatosiz bo'lmaydi degan narsa yo'q narsa. Xatolik u shifokorga bog'liq emas. Balkim to'g'ri o'z vaqtida ichmadigandir. Bizlar hozir bilmaymiz, o'sha olib berayotgan dorixonalardan olayotgan dorilar haqiqatdan ham
shu dorini tarkibida shu narsalar bor yo'qligini, saqlanishi, to'g'ri saqlangan, saqlanmaganligi, o'z vaqtida to'g'ri bergan, bermaganligi, dori ichgan bilan bu piramida. Ota-ona, bemor, doktor deyiladi. 3 ta piramida yaxshi ishlayaptimi, ishlamayaptimi, shu 3 burchak. Bu yerda hamisha ham shifokor aybdor bo'ladi. To'g'ri, bir xil narsalarda ketib qolish mumkindir. Endi bu yerda shifokorni ham men doim aytganman, shifokorni ayblash kerak emas deb turdim. Endi bitta misol qilib aytaman-da, shifokorni nega ayblash kerak emas, noto'g'ri davolab qo'ysa desa, uni menga hozir hamma tosh otishini men yaxshi bilaman. Sani vazifang, sani обязанsan. Hech qachon shifokor hech qachon majbur emas. Qasamni ichgansan. Qasam. Endi bitta savol bor. Agar siz bitta daraxtni o'stirdingizda, ekdingiz daraxtni, daraxt chiqdi, ko'chat ekdingizda, u daraxtni qiyshaytirdingiz, u yoqqa qiyshaytirdingiz, bu yoqqa qiyshaytirdingizda, hamda qiyshiq, engil daraxt bo'lib o'sdi. Xo'p. Katta daraxt bo'ldi, endi qiyshiq daraxt bo'ldi. Endi bu daraxtdami ayb qiyshiq bo'lganiga yoki o'sha daraxtni parvarishlayotgan odamdanmi? Albatta Parvarishlayotganda odam. Lekin bizlar hozir daraxtni ayblayapmiz hozir, hamma. Ya'ni shifokorlarni ayblayapmiz. Shunaqa bo'lib o'qib tayyorlanib chiqqan bo'lsa, nimadan xohlaysiz? Tushunyapsizmi? Men nima demoqchiligimni tushundingizmi? Men tushundim, lekin bu hozir bilasizmi, qancha kommentariy olib keladi shu gapingiz. Fransiyada bilasizmi? Fransiyada men ko'p boraman. Eng men o'sha yerda ilmiy ish qilaman desa, juda qiyin narsa bu degan. 3000 ta bola kirsa, bilib ongli ravishda kiradi tibbiyot sohasiga. Chunki voy, uni bunday qilish kerak, doktorlarni yomonlashga o'tadigan odamlarga aytmoqchiman-da, ongli ravishda kiradi, ular shifokorlikni tanlaydi. Va juda oson emas. uzoq vaqt bilan, yillar o'ylab kiradi. Kirgandan keyin 3000 ta odam kirsa, o'sha birinchi kursdan keyin 1000 tasi ketadi, yiqilib ketadi. Ikkinchi kursda yana ketadi. Ketib, oxiri bitirayotgan paytda bir qosa bir 100 tasi qoladi. 100 ta qoladi. Endi 100 ta odam shuncha narsadan o'tib shifokor bo'lgandan keyin u hech qachon xato qilmaydi. U kerakli hamma narsa bilan ta'minlab qo'yilgan bo'ladi, oylik berib. Bu bizada-chi? Bizada 3000 ta kirgan bo'lsa 4000 ta bitiradi-da. Kim qilyapti hozir? Pulingiz bo'lsa ikkinchi kursdansiz. Endi kimda ayb? O'sha bitirib chiqib hech narsani bilmay chiqib, mendan xafa bo'lishmasin ustozlarim. Bu to'g'ri narsa-da. Bitirib chiqqandan keyin u nima qilsin endi u? Xalat kiyib qo'ydi, ishlash kerakmi? Nima qilsin endi? Hamma demoqchi emasman. Bu ildizdan xatolik ketgan va biz mevasini olyapmiz qaysidir ma'noda. Nima uchun doktorlarga toshatyapsizlar-da? Boshqa tomonlarga qarash kerak ozgina. Boshqa tomonlarga qancha shunda zo'r shifokorlar tashlab ketib boryapti. Mana shu narsa uchun ketib qolishyapti. Juda ham zo'r ishni tashlab ketib qolyapti. Chunki nima? Qo'ymayapti odamlar. Bitta arzimagan bunda u doktorni hozir hamma mana shu shov-shuv qiladigan ko'ryapsiz, internetda qanaqa shov-shuvlar bo'lib ketyapti. Hamma o'shani qo'llab-quvvatlayapti. Birontasi shifokorni qo'llab-quvvatlamaydi. Bor shifokorlarni ham qo'llab, shifokor bu xudo emas-ku. Oxirida kelgansan, bir nimalarni qilgansan, publikaga o'ynasang, o'ynab chiqaryapti-da, o'shani olib ketyapti-da, ana becha shifokor juda katta karyeraga, necha yillik nimaga ega bo'lgan shifokor badnom bo'lib ketyapti. U keyin ishlashni xohlaydimi? Ingliz tilini bilsa, boshqa narsani bilsa, ketadi boshqa joyga borib ishlaydi. Biz shifokorlarni himoya qilishimiz kerak, o'qituvchilarni bugun himoya qilishimiz kerak-da. O'qituvchi ham xuddi shunaqa narsa. Bu ikkita soha, bu millatning kelajagi bu. O'qituvchi mana shu millatimizning kelajagini sog'lom, kelajagini belgilab beradigan, tarbiyalaydigan bolalarni tarbiyalab bersa o'qituvchi, bular xato qilishga haqqi yo'q. Bu yerda hech qanaqa korrupsiya, hech qanaqangi tanish-bilishchilik o'ynamaydigan soha bu o'qituvchilik sohasi, murabbiylik sohasi. Ikkinchisi bu tibbiyot sohasi. Chunki bittasi sizni, bizani millatimizning kelajagini tarbiyalaydi. Qanday tarbiyalasa shunday bo'lib yetiladi. Daraxtdagi gapim bu. Ikkinchisi mutaxassislar, bu shifokorlar millat kelajagini sog'lom qilib tarbiyalaydi. Ikkinchisi aqlli qilib tarbiyalaydi. Qolgan hamma soha bular xatolar kechirilishi mumkin, to'g'rilanishi mumkin bo'lgan soha vakillari. To'g'ri. Lekin mana shu ikkita soha vakillarini xatosi, amaliyotdagi xatosi butun kelajakda o'sha millatni tanazzuliga olib keladigan. O'sha uchun bu ikkala sohani eng qadrli soha hisoblanadi. Yevropaga borib men doktorman deyin, bilasizmi qanaqa hurmat qiladi? O'qituvchiman deyin, qanaqa hurmat qiladi ularni. Mana shu darajaga mana hozir bugun olib borilyapti, shu yetib kelyapti, bosqichma-bosqich ko'tarilyapti, lekin ayrim
nimalar haligacha bizada himoya qilish kelgan paytida eng yomoni o'zimizda ham bo'ladi davlat klinikalarida o'sha shallaqlik qilib baqir chaqir qilib kelgan odamni ishi bitib ketaveradida bechora bu yoqda indamay o'tirganlar nima qilib ketyapti uni hamma narsani shuni berib qo'yyapti ko'p narsalar Jim bo'lsin deb. jim bo'lsin deb qilinaveryapti o'sha yerda u kuni bittasi chiqib mana tez yordam degan bir nimani ko'rib qolsam asabim buziladigan bo'lib qolgan Instagramdan bor ko'rgansizmi ko'rmaganmisiz bir qayerdagi bir bloger doktorlarni oпрос qilib yuribdi-da nega bejiging yo'q men seni ogohlantirgan edim-ku ko'rdim nega uxlayapsan nega uxlayapsan nega sen O'zingni nimang demasdan. qilmagansan sen kimsan senga kim o'sha holatda u bloger ham aybdor emas ana bechora nimadagi doktor emas o'sha yerda rahbari aybdor deyman men kommentariyga ham yozib yubordim o'shanaqa odamni shu yerga kirib qulog'im tinch bo'lsin deb qo'yib qo'yibdi-da uni ana shular yomon ko'rsatyapti bizani doktorlarni odamlarda doktorlarga nisbatan nafratni uyg'otyapti bularga nisbatan ularni maqsadi nimaligini hammamiz bilamiz Shu nima maqsadda qilayotganligi ko'proq. shov qilish layk yig'ish keyin yana tagida nima yotganini hammamiz bilamiz buni o'shalarga odamlarimiz ishonyapti o'sha baqir chaqirlar qo'llab-quvvatlash birinchi o'rinda shifokorlarni qo'llab-quvvatlash, himoyalash balkim xalqni o'zidan boshlanishi xalqlarni kerak. o'zidan boshlanishi kerak kimni xor qilsang o'shanga zo'r bo'ladida bekorga ota bobomiz ming yillar davomida bu gapni gapirmagan bittasi aytgan edi menga Samarqandga borganimda sizda ikki xil gruppangiz bor degdida Navoiyda ekanda bittasi ertakchi doktor bittasi haqiqiy doktor deyotganda ertakchi doktor deydiganlarni gruppasida buni juda ham yomon ko'radi ota-onalar ayniqsa kelinlar yangi kelinlar qaynonasi bilan kelgan paytda juda yomon ko'radi bu holatni ya'ni bolasini olib keladi gapirmaydi xulqi buzuq autizm deb olib keladida endi ko'pinchada bugungi kunga dolzarb mavzulardan bittasi-ku autizm deb olib keladi qarab turasiz bolani ko'rasiz bolada autizm emas Belgisi yo'q. bor haligi erkatoylik Qitmirlik qo'pol deylik. bo'lganda betarbiyalik shu vaqtgacha bolani hamma narsani sharoit qilib qo'ygansan hech qachon hech narsani chegaralab qo'ymagansan hamma narsaga mayli deb qo'ygansanda endi bolasi hali katta bo'lib qolgan paytida U xarakter ko'tara olmaydi. ko'tara olmay qoldingiz bu yerda sizni aybingiz bor onasi deymiz da to'g'ri bir xil holatda kasallikka tortadigan tarozida mundoq turadigan joyi bo'ladi bu yerda ko'proq bolaga mehr berdingizmi muloqot qildingizmi kontakt qildingizmi bolangizni oldingi ota onalarimiz momalarimiz emizib qo'shiq aytib ertak aytib erkalab alla aytgan paytida rishta paydo bo'lgan narsani qildingizmi yo'q telefonni berib qo'ygansiz ishlagansiz ana endi ishlab topgan pulingizni menga o'xshaydigan doktorlarga sarflab yuraverasiz deyman bu bolangizga tarbiya bering shug'ullaning ko'proq mehringizni bering desangiz dori kerak emas bu yerda mana bunaqa ozgina vitaminlar bor bolangizda raxit bo'lishi mumkin sal boshqacha mana shularni ichib turing lekin bolangizda hozir ko'proq shug'ullaning Shu gap onalarga yoqadimi? yoqmaydi ayniqsa qaynona bilan eri bilan kelgan yosh onalarga bu yoqmaydi u chunki siz unga analizlar yozib bermadingiz laboratoriyaga jo'natmadingiz Qimmat dorilar yozmadingiz. yozmadingiz kapelnitsa yozmadingiz bolang bilan shug'ullan tarbiyalan dedingiz qo'pol qilganda tarbiyala bolangni dedingizda tarbiyasi buzuq dedingiz chiroyli qilib upakovat qilib aytdingiz bolangni tarbiyala bu yerda men nima aybim bor doktorda nima ayb bor deb turinda sizni o'sha ikkinchi marta sizni oldingizga qaytib ham kelmaydi Boshqa doktorga boshqa doktorga boradi sizni qo'partirib autizm yoki haligi boshqa bir diagnozlarni qo'yib ming xil laboratoriyani tekshirib qo'yib chunki shuni o'zi xohlab qolyapti ota onalar bugungi kunda analiz yozib bermasangiz qayerdan ko'rib sizga nima diagnoz qo'ydingiz deydi bir xil kasalliklar bordi mana shifokor sifatida aytyapman kasal bola eshikdan kirib kelganda o'zi bilasizmi Ko'zi, ko'zidan harakatlari. qarashidan ko'rishidan diagnoz tashxisi aniq uni masalan bolalar cerebral palagiya aniq u 100 yil oldin aniqlab qo'yilgan uni men MRT agar mana o'ziga xos shubhali bir holatlar bo'lmaydigan bo'lsa uni men nima qilaman MRT qildirib MRT nima keragi bor menga nima keragi bor qonini nevropatolog sifatida gemoglobinni aniqlasam mabodo gemoglobinni past chiqadigan bo'lsa ham uni man nevropatolog sifatida men davolamayman uni pediatr davolaydi shunaqa ekan men uni nima qilaman men ko'raman holatini qaraman haqiqatan anemiyaga xos belgilari bo'lsa bolangiz shu anemiyaga o'xshayapti bir pediatrga uchrashing va nimani davolashligini ham yoziladi deymiz men o'zimnikiga qarayman deb o'sha uchun hech qachon menga kelganda shamollab qolib bolamga biror narsa aytib yuborasizmi desa yo'q deyman pediatrga bor nevrologiya bo'lsa bemalol tushunasizmi universal doktor bo'la olmaydi
keyin bugungi kunda aytdimku, ijtimoiy tarmoqlarda aql o'rgatayotgan juda ham ko'plab bir xil hamkasblarimizni bilsangiz, hamma mavzuga fikri bor-da ularni. Universal doktorga Universal doktorda topsangiz dietologiyadan ham bor, nimadan ham. dietologiya sizga qanday ovqatlanishni o'rgatib qo'yyapti, qanaqa dorilarni qanday mashqlar qilishni, xirurgiyani, ginekologiyani, urologiyani, nevrologiya, ortopediya, travmatologiya, onkologiyalarni ham xalqib tashlayapti-da, odamlarga informatsiya berib. Ayrim bir xil massajchilarimiz qanaqa nimalar qilishlarigacha aytib tashlayapti-da, qanday kasalliklar, qandli diabetlargacha aytib tashlayapti, metabolitskiy kasalliklarga aytib tashlayapti-da. Uni mutaxassisligi emas. Mutaxassisligi emas. O'zingni mutaxassisligingni haqida ma'lumot bersang, bu bo'ldi. Boshqa kasalliklar to'g'risida ma'lumot berib, to'g'ri shifokor bizlar hammasini o'qiganmiz. Umumiy mana 7 yil davomida umumiy amaliyot shifokori bo'lib chiqqanmiz, lekin undan keyin masalan 16 yildan buyog'i ishlayotgan bo'lsam, men 16 yildan buyog'i nevrologiyani ko'rib yotibman. Qanday qilib boshqa narsani ayta olayman? Balkim yangiliklar chiqib ketayotgandir. O'shani tavsiya beradi, uni qiladi-da boshqa sohanikini. Yaxshi bo'lmagandan keyin o'zi yomon bo'lib qoladi. Undan ko'ra o'zini mutaxassisga jo'natadi. Tushunasiz? Mana shunaqangi muammolarimiz bugungi kunda juda ham. Mani faoliyatimda aynan endokrinolog bilan hamkorlikda biz baribir metabolik sindrom hisoblanadi, semizlik. Aynan o'zim dietolog bo'lganim uchun aytibman. Endokrinolog bilan shaxsiy gaplashib qoldik Telegram orqali. Bugun shunaqa voqea bo'ldi deylar, bir bemor konsultatsiyam uchun aynan klinika, katta klinika konsultatsiya uchun ular klinikaga to'lashadi, shifokorni o'ziga emas. Lekin xonamda janjal bo'ldi. Sababi unda semizlik bor. Dama analizga jo'natdim. Analiz 2 soatdan keyin chiqdi va bu bemorni ko'ryapman. Unda hech qanaqa analizlarida ham, ko'rinishda ham gormonal semizlik ham, metabolik buzilish ham yo'q. Va men sizga dieta va sport mana xohlasangiz men o'z shaxsiy dietologingiz bilan xohlasangiz yaxshi dietologingiz men tavsiya beradigan dietologlarim bor. Mana bunaqa diet stollari yozishadi mana bu bilan va mana bunaqa sport turi bilan ko'proq shug'ullaning. Sizni tana holatingiz, uyqu rejimingizdan kelib chiqib yozyapman desam, "Sen nimaga menga dori yozmading? Men seni konsultatsiyang uchun 350 ming pul to'ladim. Shundan pulimni qaytarib ber." Tasavvur qildiryapsizmi? U yarim soat vaqtini ajratgani va to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa dorilarsiz unga tavsiya berayotgani bemorga alam qilyapti. Shu mana shunaqa holatlarda ham ota-onalarda mana shu ko'p shifokorlarni ayblab qo'yishi sabab bo'ladigan narsalarda mana shunday to'g'ri tushunmasligi, to'g'ri ular taktikasini baholay olmasligi, chiroyli gaplarni gapirib tashlaydiganlarga ishonib qolishlari mana shu. Menimcha bugungi ko'rsatuvimizni ko'rayotgan har bitta ona ozgina bo'lsa ham shifokorlarni bu harakatlariga to'g'ri baho berishni o'rganyapti. Birinchidan shifokorga keldingizmi, ishoning unga. Ishonishingiz kerak. Voy bunaqa bo'lib qolsa nima bu nimada amaliyotda isbotlangan narsa. Tavsiya qildimi, berdimi, ishonib keldingizmi, sababchimiz bizlar o'zi. Farzandingizni davolashga sababchi qilib yozgan bo'lsa, demak bizada davolanadi. Sababchi bo'lsa davolamaysiz bizda ham boshqa joyga sababchi bo'lgan insonni topguningizgacha-da, endi hammamiz ham musulmonmiz-ku. No, ishonish kerak, ozgina qo'yib bering, shuni yozib beryaptimi, shu doktor shuni nimandir biladiki, qo'yib bering. Bunday bo'lib qolsa nima qilaman, bunday yomon narsani o'ylayvergandiki, aynan shu bolada shunaqa yomon narsa bo'ladi-ku ko'pincha, bilasizmi? Bir xil bolalar bo'ladi, og'ir keladi, shu bitta ignani uchday o'zgarish bo'lsa ham onasi xursand. Ana shunda o'zgarishlar yaxshi bo'lib ketaveradi-da, chunki sizga haqiqatdan chin dildan, sidqi dildan ishonib keladi-da. Bir xillar bor, juda ko'plari sinab ko'rishi, sizni ko'rgan bir joyda sinab ko'rish, sizni u malakangizni sinamoqchi bo'layotgan, uni bilib turamiz-ku endi. Menda ham ko'p bo'ladi-da bu. Sizni sinamoqchi bo'layotganini bilib turasiz-da. Sinamoqchi bo'layotgan bo'lsang, doktorga kelib nima qilasan, vaqtingni sarflab nima qilasan, pulingni sarflab nima qilasan, o'zing davolab qo'yavergan edi. Shuncha gapni gapirdik, shuncha tanqidlar qildik, shuncha menimcha foydali bo'lgan suhbatni shuncha soat o'tib ketgan. Men 40 daqiqa suhbat qilaman degan joyda deyarli bu syomka 2 soat davom etdi. Chunki men onamanda. Og'riqli nuqta bo'lgandan keyin uni qani nima tavsiya berar ekanlar oxirida, nima xulosa berar ekanlar deb menday kutib turgan onalar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Xo'p, siz shifokor sifatida aynan kelajakda menda bo'lmaydi deb hech kim kafolat bermaydigan bu kasalliklar haqida nima xulosalaringizni va tavsiyalaringizni berasiz? Eng asosiysi bugun hozir ko'zimizni ochishimiz kerak. Hozir kelajagimiz, ya'ni farzandimizni kelajagi deb balandparvoz gaplar bu o'z yo'liga, lekin biz o'zimiz ota-ona sifatida biza bugun ko'zimizni ochishimiz kerak-da. Xulosani bugun.
bugundan ishni boshlashimiz kerak. Ya'ni bolamizni yaxshi ko'rib telefon berish emas, bolamiz bilan bugun ko'proq gaplashaylik. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa vaqtda ishlashingizdan qat'iy nazar shu farzandingizga vaqt ajratib, u bilan shug'ullanib, uni miyasidagi neyronlarni shakllantirib, sizda farzandingiz sizga bo'ladigan rishtalarini, mehrlarini bugun mustahkamlab qo'yaylik. Ertaga kuchdan ketganimizda, qariganimizda, qo'limizdan hech narsa kelmay qoladigan holatda farzandlarimizdan bizaga mana shu narsa qaytishi uchun. Bugun xulosa qilish kerak. Bolamizni chiroyli ko'rib, yaxshi ko'rganingiz bu telefon berganingiz emas, yoki ko'chada sotayotgan har xil ximikatlardan tayyorlangan narsalarni berish emas bu. Bu balkim o'zimiz bilmagan holatda bolamiz yaxshi ko'ryapmiz deganimiz bu zaharlayotgan narsamiz. Bu zaharlanish bu. Mana butun dunyo agar ishonmasa bugungi kundagi qarab ko'rsin, Yevropani rivojlangan davlatlar hammasi bugundan bu narsalardan voz kechilgan. Bu chunki siz bilan meni kelajagim bu. Bizning kelajagimiz farzandlarimiz. Bitta oilada bitta nima deydi, sog'lig'ida muammosi bo'lgan bola bo'lishi bu qancha nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy muammolar, psixologik qancha muammolarni keltirib chiqarish mumkin. Vaqt qancha narsa ketadi. O'sha uchun bugundan hamma narsani yig'ishtirish kerak. Kichkina tug'dingizmi, farzand tug'dingizmi, bor budingizni farzandingizga bering, muloqot qiling. Tushunmasa ham bir kunlik chaqaloq bilan gaplashing. Qo'shiqlar aytib bering, ayta olganingizcha nima ertaklar aytib bering, his qilsin. Yuragingizda urayotganini his qilish kerak-da. O'sha narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Kerak emas narsalarda haqiqiy o'zini mutaxassislari bilan maslahatlashish kerak deb o'ylayman doim. Bugungi fikrlaringizdan menimcha tomoshabinlarimiz ham haqiqiy mutaxassislarni ajratishni, hech bo'lmaganda malakasi va o'zini professiyasida faoliyat yurityaptimi, yo'qmi, bularni ajratishni qaysidir ma'noda o'rganishdi. Tavsiya berish bizdan, ogohlantirish bizdan, unga amal qilish har bitta tomoshabinni menimcha o'zini qarori hisoblanadi va qaroringiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar u har doim o'zingiz uchun to'g'ri. Chunki u hozirgi harakatingizni emas, balkim kelajagingizni ham belgilab beradi. Bugungi suhbatimiz Zohidjon aka bilan bo'ldi. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Albatta, bunaqa suhbatlar million prosmotr olmaydi. Chunki kerakli auditoriyaga keraklicha yetib boradi. Ko'proq yetib borishi uchun sizni izohlarda fikringizni, like va kommentariyangizni kutib qolamiz. Savollaringiz bo'lsa Zohidjon akaga yana bir marta kommentariyada yozishingizni, bu suhbat boshqacha tarzda yana bo'lib o'tishini aytamiz. Hozircha salomat bo'ling.